boshida YouTube'ga investitsiya qilish kerak edi. Siz qilishni boshladingiz. Birinchi foydani qachon sezdingiz? O'zbekistonda hali YouTube qadriga bilishmaydi, Rossiyada zo'r rivojlanganda. Mas'uliyat proporsional imkoniyat degan. Uyda o'tirgan dangas odamga 1 milliard dollar lotereyadan chiqib qolsa nima qiladi deb o'ylaysiz? Nima uchun biz bilan ishlayapti degan. Artistlar deydi, konsert bermay qo'ysa, televizorga chiqmay qo'ysa deydi, to'y kelmay qo'yadi deydi, klient kelmay qo'yadi. Hozirgi tadbirkorlar ham YouTube'ga chiqmay qo'ysa deydi, mijoz kelmay qo'yadi. YouTube'dan keldim degan mijozlarimiz 3 ta bo'ldi-da. O'sha 60-70 ming atrofidagi sotuv bo'lgan. Baxt nima? Ota-onangizni rozi qilib yursangiz, qolgan baxt o'z-o'zidan keladi deb o'ylayman-da. Assalomu alaykum. Sizni podkastimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman va boshlashdan va sizga qisqacha e'lonim bor. Bilamizki, hozirgi kunda shaxsiy brend bo'ladimi, biznes bo'ladimi, uni brend darajasiga olib chiqish butun dunyodagi eng asosiy maqsadlardan biri bo'lib kelmoqda. Bunda esa ekraningizda ko'rib turgan istalgan brendlar, shaxsiy brendlar bunga misol bo'lib bera oladi. Bularni hammasini birlashtiradigan narsa brend va hozirgi kunda brend qurish uchun esa YouTube sizga eng ma'qul yo'llardan biri bo'lib xizmat qiladi. Va qo'shimchasiga sizga sodiq mijozlarni auditoriyasini ham to'plab beradi. Bizning UDeep YouTube va media agentligimiz shu vaqtgacha 60 dan ortiq katta kichik YouTube loyihalariga xizmat qilib keldi va shu vaqtgacha 100 milliondan ortiq ko'rishlar soniga, mijozlarimizga esa yilida o'rtacha 10 mingdan 100 ming dollargacha daromad qilishga yordam berib kelmoqda. Agar sizni biznesingiz yoki shaxsiy brendingiz uchun YouTube orqali daromad qilish qiziq bo'lsa, video ostidagi havola orqali ro'yxatga o'ting va biz o'zimiz sizga aloqaga chiqib batafsil ma'lumot beramiz. Mikrofonlarni ham arendaga oldinglarmi shu bir? Bizda bular anaqa qilib qo'yishmaydi. Boshqachasini ishlatish. Ikkita shari. Chiroq. O'rtada qo'yadi bizda. Qo'yib, bizaniki qorong'iroq bo'lar ekan, bizaniki yorug'roq bu. Podvol bo'lsa ham. Bu studiyani menimcha ichiga ham bog'liq, to'g'rimi? Nega? Navrot bizaniki anaqa emasmi? Kengroq. Kengroq bo'lsa yaxshiroq yoritadi deyapsiz. Yo'q. Studiyani ranglari, ta'sir qiladigan narsalar bor-ku, shular nazarda tutyapman. Bu xalaqit bermaydimi? Bu o'zingiz komandangizmi yo alohida bular boshqa anaqa ham ishlab o'shadimi? Tashqariga biz proyektlarni ishlashveradi bular. Polniy YouTube yuritadigan bo'lsak, любой loyihalarda birinchilardan bular bilan gaplashaman. Bularda narxlari loyihalarga to'g'ri kelsa, ularda media jamoasi bo'lmasa, bular o'zimning ichki jamoa. Qanchaga qo'yasizlar hozir? Bitta videoni. Podkastmi? Podkast. Har xil. Siz orqali gaplashiladi. Yo'q, o'zlar bilan gaplashsangiz qimmatga tushadi. Men orqali gaplashasiz, arzonroq sizga. Ko'chaga qanchaga qo'yasizlar o'zi? Ko'chaga qaramiga qarab. Yo'q, mana mash podkast ko'chaga qilsanglar qanchaga qo'yaverasizlar? Texnikaning o'zidan bo'ladi. Syomka montaj. Sizga tushyaptimi o'sha? Mengami? Bular men shedirman aka. Bular foiz oladi birodarlar. Sherikmi menga? Yaxshi. Mana nima yaqinlashtiramizmi o'zi? Ya, bizda ovozlar tekshirmasak. Mencha, menda normalmi? Mikrofon to'g'rilavering, nima qilay? Mikrofon to'g'ri. Ixtiyoriy. Qaysi qulay bo'lsa. Petlichka yozyaptimi? Petlichka ham shu rang yozadi. Bu zapaska mabodo ishlamay qolsa, ehtiyot shart. Nima savollar endi? O'zi birinchi rahmat aka kelganingizga. Nimaga? O'zi navorot o'zimga yaxshi-yu. O'zingizga yaxshi? Qaysi bo'ladi? Ochilib olasizda, har doim men intervyu olaman, mendan kimdir olsin deysiz. Mana gapiring. Yo, podkast aka rosa tayyorlanib bizda ko'rsangiz, kecha ham bolalar bilan yig'ilib 6 soatmi, 7 soatlab nima qildik-da. Birinchi turni qilib gaplashib, nima qilamiz, qanaqa olib chiqamiz. Keyin turib to'xtadi, qiyinlashtirmaylik, uni samimiyligi qolmasin, boricha bo'lsin, oddiy gaplashaylik dedikda. Keyin dejurniy savollar va hokazolar bor. Bunga kelishdan oldin o'zi bitta aytaylik. Siz hozir ko'rayotganlar, meni ham, vaqtda sizni ham hech kim tanmasligi ham mumkin, hozir ko'rayotganlar. Siz o'zingizni boshqacha tanishtirib berasiz menga. Sizda ko'chadan ixtiyoriy bitta o'tib ketayotgan odam to'xtatsa, kimsiz va bu dunyoda nimalar bilan bandsiz desa, qanday tanishtirasiz o'zingizni? Nima deysiz? O'ylab ko'rmagan ekanman lekin. Bilmadim endi shu sab bo'yicha ish qonunlarimiz deymiz-da endi.
hozir bitta gapiradigan ish. Kimligingiz so'z? Okey, men Ahmadjonman deysiz. Shu mana shu kompaniya asoschisi, raqamizatsiya, proyekt loyihasi deb tanishtiraman. Bu dunyodagi maqsadlar qanaqa desachi? Hali maqsad qo'ymaganmiz bu dunyoda. Bizda o'zini намерение nima deydi, предпочтениясini topish boshqa degan narsa shakllanmagan hali. Nega aka? Такой rivojlangan bolalardek emasmiz deb biz hali. Siz nima qilyapsiz aka? Hozir kamtarlik qilyapsiz. Men sizni bilaman-ku, ichki tomondan qanaqa. O'sha ishimizni qilib yuramiz, nima? Bitta gap eshitdim-da, anaqa emas, anaqa nima deydi. Yana как раз shu videoda aytyapti. O'sha 1% ga kiradigan dunyoda 1% aholisi 46% kapital boshqaradi. Ularni bitta anaqasi bizda oliy maqsad boshqa degan narsa eshitmayman. Bir marta ham gapirmagan deyapti-da bu haqda. Hech qayerda. Hech qayerdan. O'zi bilish mumkin. U nimani gapiradi faqat? O'sha qilgan ishi, anaqalari, uspexlari, muvaffaqiyatlari, yiqilishlarini gapiradi deyapti. O'zini ustida ishlayveradi постоянно. Maqsadi bor, misol uchun oliy maqsad emas. O'sha konkretno masalan, mana kompaniyani quraman, mana rivojlantiraman, shu ishni qilaman, shu yoqqacha boraman. O'shaning ichida o'rganib, o'zini ustida ishlab, rivojlanib, shaxsiyatini rivojlantirib ketaveradi-da. Xullas, bu mana bunaqa narsa, oliy maqsad degan narsa biza endi 30 ga kirgan bolalarmiz-da, katta gapirish kerak emas-da, oliy maqsadim manba deb. U odam tajriba orqali keyin shakllanadigan narsa-da bu. Menga g'alati eshitildi aka, hozir gapingiz. Nega? Siz endi 30 ga deyapsiz-ku. Men 30 ga kirishga yaqinlashyapman deb qo'rqyapman-da, borgan sari qanaqadir qarib qolishni his kelayotgandek bo'lyapti. Nega? Siz endi 30 ga kirganman deyapsiz-da. Yoshmiz-da hali. Menga qanaqadir shu bosim beryapti ozgina hayotda, mana 25 ga kirayotgan bo'lsa. Ha, demak 30 ga kiramanmi bo'lyapti. Endi bilmayman, yosh pastdan qaralganda 30 baland ko'rinish mumkin-da. 30 ga kirib bo'lgandan keyin 30 past ko'rinish mumkin. Hayot balki endi ochilinar. Bu o'zi normalmi? Sizda ham bo'lganmi yoshligingizda? Men ishlar bilan bo'lib 30 ga kirib qolman, bilmayman endi qanaqa kirib qolganimni. Shunaqa bo'lib qopti demanda ham. Hozir qarasam 31 ekanman. Shu. Siz o'zgarishlar yaxshi. Orqaga informatsiya bo'lishni boshlaydi. Yo'q, menda qachon o'zgarish bo'ldi, bilasizmi? Menda o'sha kompaniyani alohida ochdim-ku. O'shandan keyin o'zgarish katta bo'ldi menda. Necha yoshda edingiz unda? 2 yil bo'ldi-da, hozir mana. Aprelda 2 yil bo'ldi-da. Ya'ni 2 yil avval mustaqil bo'ldingiz, qaysidir ma'noda. Biznes boshladingiz. O'zim alohida boshladim. Bundan oldin ham qilganman, bunaqa katta darajada emas-da, bunaqa hozirgidek 15 ta 20 talab odam ishlatmasdim-da. Ha, yengil o'zingiz qilishingiz mumkin bo'lgan yoki bir ikkita odamlar qilishi mumkin bo'lgan ishlar bo'lgan. Do'kon bo'lgan. Hozir podkast ketyaptimi? Ha, ketyapti. Hozir ketyapti. Aytib qo'yishim, o'tirolmayman. Bemalol aka, bizda nima yo'q, senzura, nimadirlar. O'sha do'kon bo'lgan. Do'konda anaqa qilganmiz-da. Bitta ishchi ishlagan, 5 yil kitob do'koni bo'lgan. Marketing, hamma narsa o'sha sotuv, hamma muammolarni o'sha yerda bilganman-da. Keyin sapga kirganman shu 18-yili. Keyin 7 yil o'tdi. 7 yil emas, 5 yil. 5 yil. 2023. 5 yil. Endi u paytda mustaqil bo'lganmiz-da. Nimaga alohida o'sha biznes qilishim uchun men bilim o'rganishim kerak ekan degan maqsad bo'lgan. Ha, o'sha uchun ishga kirgansiz. Shuning uchun kirganman. Keyin qarasam, bozori katta, yana o'ssa bo'ladi. Bu biznesni, bu bozor o'zi ham kattaligini ko'rib, keyin ichida qolib ketdim-da. Keyin o'sha ustozlardan fotiha olib chiqib ketdi alohida. Hozir keyin u kompaniya masalan bir xil ko'pchilik ham kompaniya ochadi, bunaqa o'smasligi mumkin, lekin o'stiradi baribir. Nimaga deganda kecha yaxshi gap eshitdim bitta akamizdan, mas'uliyat proporsional imkoniyat degan Murodxon aka aytdilar. Klubda kecha. Shu yozdingiz-ku, siz kim keldi? Qaysi joyda? Ya'ni sen qancha ko'p nima deydim, mas'uliyat olishga tayyor bo'lsang, mas'uliyat olishga tayyor bo'lsang, shuncha ko'p imkoniyat keladi-da, deyaptilar. Bir xil hamma ishni tashqariga davlat qiynavordi, boshqa qivordi deb davlatga ag'darib qo'yadi-yu. Unaqa narsa emas. Agar o'zing yo buni men yaxshilashim kerak, hayotimga o'zim javobgarman degan narsani olsang, shu masalan mas'uliyat deganda yana masalan 15 ta 20 ta odamni har oyda oyligini berish kerak. Odamlar 100 ta 200 ta odam ishlatadi-da. Ularni bola chaqasi sizga qarab qoladi. O'shani men oyligini berishim kerak deb harakat qilsangiz, o'z-o'zidan
inshaalloh beraveradi deb yoqda shunaqa ekan. Ya'ni bitta narsani bildimda, anaqa qachon siz pulni qatga ishlatishga tayyor, ya'ni siz bilsangiz, ya'ni sizda pulni qatga ishlatilishi aniq bo'lsa, o'shanda o'sha pul kelar ekanda. Reja aniq bo'lsa deyapsizmi? Masalan, hozir uyda o'tirgan dangiz odamga $1 milliard lotereyadan chiqib qolsa nima qiladi deb o'ylaysiz? Yo'q, yo'qotib yuboradi aka. Yo'qotib yuboradi, nimadirlar qilib yuboradi-da. Tayyor emas-ku pulga. Ya men bu savol ko'pchilikka berib ko'raman. Pul kerak deydi. Pul o'rtoqlarimiz bor, biznes boshida nima qilmoqchisan? Pul bo'lsa boshlab yuborardim. Buncha puling bo'lsa nima qilarding desa, ketdi mashina, uy nimadirlar shu. O'zini orzu havasini nasl aytadi. Xo'p, qanchada pulim ortib qoladi? Uni nima qilasan? 200 ming, 300 mingda to'xtaydi-da, endi bo'lsa millionga boradi. Maksimum. Va shikarniy narsa, gilik-biliklar gapirsa, keyin aqli bor odam to'xtab, bunday o'ylab ko'rsa, nima qilish bilmas ekanman desa, men aytaman, pulni ishlatmasdan keyin nima qilishga tayyorlansang ham orada inflyatsiyada yana pul yo'qotasan deyman. Ha, bu ham Bu bor. joy ham bor-da, ishlatmasangiz ham yo'qotasiz pulni. Bu ham bor. Keyin yana bitta narsa, men opitdan kelib chiqib aytaman, mana biza proyekt olamiz-da o'zi. Ya'ni shu ERP transformatsiya proyektlarini olsak, masalan, bitta proyekt 2-3 oy davom etsa, uni bitta PM qiladi-da. Bitta PM boshdan oxirigacha ham turadi o'tdi, oxirigacha ham nazorat qilib. Bizada узкий горлышко borda, любой biznesda masalan, bottleneck deydi, nima deydi? Ko'p, mana bitta proyektdan 5 ming ishlasangiz, masalan, 4 ta proyektdan 20 ming ishlaysiz degani-da. Bir oyda bitirsangiz agar. Cho'zilsa vaqt yo'qotasan. 100 ming ishlashingiz uchun nechta proyekt qilishingiz kerak? 20 ta proyekt qilishingiz kerak, misol uchun. To'g'rimi? Bir oyda bitirishingiz kerak. 20 ta proyekt qilishingiz uchun 20 ta PM kerak degani-da. PM tayyorlash qiyin. Ya'ni siz rivojlanishingizga mana shu xodimni tayyorgarligi to'suv bo'lib qoladi-da. Bir xillada pul to'suv bo'ladi. Ya'ni pul yetishmaydi. Kimdadir bilim yetmaydi. Kimdadir bilim yetishmaydi. Bizada xuddi shu narsa. Узкий горлышко PM. Endi bizada o'sha paytda 2-3 ta project manager bo'lardi. O'shanga yarasha masalan 2-3 ta proyekt kelib, bitta proyekt tugaydi-da, keyingi proyekt qatdan olamiz deb o'ylab yurgan paytimizda Xudo o'zi yetkazardi-da. Keyin endi sababini qilardik, o'sha Instagram boshqa narsalar qilardik. Keyin hozir mana 4 ta 5 ta PM yaxshi PMlar ko'paydi. Ishonasizmi, o'sha har bitta PMga hozir proyekt o'z-o'zidan yana kelyapti-da. Xodim kelsa rizqi bilan keladi degan. Shunaqa gap. O'sha proyektlarni olishga siz tayyor ham bo'lishingiz kerak ekanda. Ham tizim tomonidan, ham mas'uliyat tomonidan. Mana o'zingizda masalan YouTube bunaqangizda xodimlaringiz bor-ku, masalan ular ham bitta xodim parallelni nechtadir ishni olib bora oladi-da oyiga. Agar ular ham 10 ta proyekt kelib qolsa qila olmaydi. To'g'ri? Yo, yana yangi odam kerak yoki proyekt ola olmaysan degan. Tayyor emassan. O'sha siz bu xodimlarni tayyorlab qo'yursangiz, bu yerdan yana sotuvni kuchaytirasiz, keyin yana proyektga o'radi. Men falsafiy tarafini gapiryapman-da hozir. Texnik tarafdan bu boyagi узкий горлышко degan narsamiz anaqa narsa, u ko'chib yuraverar ekanda shunaqa. Ya'ni boshida bizda komanda resurs bo'lgan, kichkina 4 ta odamdan boshlaganimizda sotuv problema bo'lgan, sotuvni kuchaytirdik, mana mediaga chiqib boshqa qilib, o'zingizlar bilan YouTube kanalimizni, Instagramda ham shu ozgina yuritgandek bo'ldi-da. Keyin o'sha podkast anaqalar orqasidan уже odamlar tanib, уже bizga ham o'rnatib bering, qo'yib bering deb chiqyapti masalan. Endi sotuv bular 10 tasini обработка qilish uchun sotuv узкий горлышко edi bizda. Ya'ni tor joyi. Sotuv yetmayapti. Sotuv ko'paygandan keyin endi bu hazm qilish sistemi yaxshi bo'lmay qoldi-da. Endi bu yoqqa ko'chdi. Endi hozir mana bu kengaytirdik. Endi ertaga yana 2 ta PM qo'shilsa 7 ta bo'lsa, endi sotuv yetmay qoladi. Yana bu yoqqa o'sha kompaniya o'sish anaqasida bosqichida etaplarida anaqa bo'lar ekanda. Jarayonlar muammo o'zgarib borib to'xtamaydi hech qachon. O'shani to'g'rilagan odam o'sib ketaverar ekan. Sizni vazifangiz, menejer vazifasi o'sha узкий qayerda paydo bo'lyapti, o'sha yerda ko'rib, o'sha yerda kengaytirish. Biznes egasi nuqtai nazardan aytyapsiz. Operatsion menejer vazifasida. Hozir to'xtagan, katta pauza olaylik-da. Pauza deganda katta ERP deyapsiz, SAP deyapsiz, kuzatuvchilarga notanish bo'lishi mumkin-da. Salomlashmadik, o'zini ko'rishmadik. Qisqacha sizni tanishtirib beray. O'zingiz boshqa ordingiz. Kirishib olgan yaxshi-da, baribir.
Biz yangi podkast boshlaganmiz. Podkastni loyihamiz o'zi nomi baraka topganlar deb nomladim men. Mediadan baraka Bu topganlar. umumiy logikasi shunaqa. Media sabab baraka topganlar bo'ladi. U xohlas biznes egasi, xohlasa shaxsiy brend, xohlas o'qituvchi bo'lsin, xohlas operator bo'lsin, xohlas televizorga chiqadi. Umumiy media sabab hayotida, biznesda nimadir o'zgarib, shuni baraka topdim deydigan odam bo'ladi. Instagramdagi odam bo'ladi. Umumiy logikamiz shu va odamlarga shu baraka topgan sabablarni ochiqlab beraylik. Mediani foydasini ko'rsataylik va shu sababda yurgan muammoli odamlarga bir qanaqadir aytyapsiz, talchoq bo'lsin, keyingi nimaga o'tkazib yuborishlik uchun. Bo'ldi. O'zingizni qisqacha tanishtirib bering. Ismingiz, sohangiz, tajriba. Bo'ldi. Endi ko'pchilik baribir tanimaydi. Ahmadjon Ergashevman. Tanishganda xursandman. Asosiy anaqa sohamizni konsalting, ya'ni IT konsalting, ya'ni o'zim soham moliyachi bo'lgan. Men moliyani bitirib, o'sha SSA sertifikatlarni olganmiz, 9 ta paperini o'sha Singapurskiyda. 9 ta paper nima endi u darajada, to'g'ri. Daraja, o'zi 14 ta bo'ladi. Mutaxassislik darajasi 14 ta bo'ladi. 14 tasini olsangiz международный финансовый konsultant bo'lasiz-da. Ana Big Four, Pricewaterhouse, Deloitte'larda ishla olasiz. Kamida bir 4,000-5,000 dollar oylik bilan. Biz o'shan 9 tasini olganmiz. Keyin davom bormi yana xudo xolasa? davom bor, endi men kerak bo'lmaganiga men davom ettirmaganman-da. Keyin shu boyga aytganim audit firmalarida ishlaganman, boshqa ham moliya bo'yicha. Keyin 2018-yili mana 7 yil bo'libdi. Shu parallelni endi do'kon bizneslar bo'lganda, keyin SAPga kirib qo'yibdi. Yaxshi akamiz borlar, ular Lazzak ham yaqin edilar. Lazzak ham oldinlari bor. Birinchi tanishganimda Lazzak ham shu biznesga qarashlarini o'zgartirib o'rganlardi. Keyin bo'ldi, mana shu yerdan qilaman, o'saman deb, men SAPda qolib ketdim hozir. SAP o'sha informatsiya uchun O'zbekiston yoki Germaniyani kapitalizatsiya bo'yicha, ya'ni eng qimmat kompaniyasi. Mercedesdan ham. Uni maqsadi nima? Biznesga nima yordam bor? SAP biznesni avtomatlashtiradigan produktlarni ishlab chiqaradi. Ya'ni masalan sizda ta'minot, sotuv, ishlab chiqarish, sklad, moliyaviy hisob-kitob bo'limlaringiz bo'lsa, hammasini bitta sistemaga birlashtirib beradi. Siz prozrachniy informatsiyani ko'rib turasiz, biznesingiz qayerga ketayotganini. Raqamlarda, qaysi raqamda ko'rib turasiz. Bu narsani nega aytyapmiz? Bizni maqsadimiz baraka topganlarni olib chiqish shu. Nasib qilsa sizni ham ko'rgandan keyin bizdan klientlar bo'lsa, biz ham xursandmiz. Ya'ni kelib baraka ham topib ketsangiz xursandmiz-da. Endi bu qanaqa format bo'ladi? Aytdingiz-ku, birdan boshlab yordingiz, nima bo'lib qoldi? Noodatiy boshlandi bizda. Bunga sabab bor. Men bitta narsani tushuntirib berib ketmoqchiman. Ham sizga, ham ko'rayotganlarga foyda bo'lsin. Hozir ko'pchilik podkast boshlaymikan, boshlamaymikan. Podkast boshlasam qanaqa qilishim kerak, nima qilishim kerak desa, xullas podkastda chiqib shuncha gaplashish deb o'ylashyapti. Podkastda o'zi hozirgi kundagi 3 ta turi bor. Sizga ma'lumot to'g'riroq aytib beraman. Nimaga aytmagansiz? Qani aytingiz. Birinchisi, intervyu bilan farqini tushunib olish kerak. Boshlamoqchi bo'lgan, mediaga kirmoqchi bo'lgan odam yoki xullas intervyu qilmoqchi bo'lgan. Intervyu qilsak, men savol beraman, faqat siz javob berishingiz kerak bo'ladi. Podkast qiladigan bo'lsak, bo'ldi, ikkalamiz ham erkin suhbatdoshmiz. Xohlasangiz siz ham savol berib ketaverasiz menga. Biz bu tomonga o'tdik. Endi buni o'zini 3 ta etapi bor, yo'nalishi bor. Birinchi yo'nalish solo podkast deydi, bir kishilik podkast. Azaka Rahimovlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, o'shalar shu tendensiyani olib kirishda chiqadi, kameraga qarab gapirishadi. Ikkinchisi bor. 2 kishi suhbat qiladi. O'rtaga bitta mavzu tashlaydi. Shu mavzu atrofida siz ham mana fikrimni mulohaza qilib gaplashaveramiz. Bunda alohida mavzuda Timurbek Adhamovlar shu narsaga yaqinroq olib chiqishgan, suhbat qilishgan, 4 kishi davraviy suhbat, o'rtaga mavzu tashlanadi va boshlovchi o'sha odamlar ushlab turadi fikrini bitta joyda atrofida aylanishlik uchun. Deylik, uyqu mavzusini tashlab gaplashaveramiz yoki tizimlashtirsak o'shan gaplashamiz. Uchinchisi bor, ma'lum bir savollar bor. Shu savolga ikki tomon gaplashadi, fikrini beradi, boshqa bo'ladi. Siz ham savol tayyorlab kelishingiz mumkin agar aytsammi, aloqaga chiqib yoki xohlasangiz suhbat davomida savollar tug'ilib qolishligi mumkin. Yoki men bu yerda tayyorlab qo'ygan 10 ta savolga o'zimni fikrimni ham aytib, siz ham keyin javob berishingiz mumkin. Mana shunaqa yo'nalish bor. Bizniki qanaqa desangiz, biz ikkitasini birlashtirganmiz. Ma'lum savollarimiz ham bor. O'rtaga mavzu tashlab, shuni ham muhokama qilamiz. Bizning raqamizatsiya podkastimizda kelganda. Qaysidirmalarda reklama qilib keting. Bemalol bu yoqda linklar qo'yamiz, xudo xolasa, pastda, pensionerlarda bemalol ko'rib. Endi bir narsani aytib qo'yay aka.
ko'p podkastlarda endi biz ishlaymiz-ku, klientlar chiqadi, boshqalar chiqadi, intervyu olganimizdan keyin mana joyni olib tashlaylar deydi, yuklab bo'lgandan keyin aytibdi, dahshati bo'lganda endi loyihani ayta olmayman, to'g'ri chiqqan, bang'ilab ketgan birinchi sonni adashmasam 400 mingmi, 500 minglab prosmotr bo'lib ketdi agar adashmasam. 2 yil, 3 yil avvalgi voqea. Endi davlat tashkilotlarigacha borgan, bular biznesda o'zbek bog'liq bo'lganmi, xullas yo'qotasan podkasti bo'lgan. Bilsak, uni ichidagi ayrim bir joylarini debgina bo'lgan. Ikkita gapirilgan raqam gaplar 400 ming 500 ming prosmotr. O'sha sabab bo'lib kelgan, urib bergan umumiy nimaga, no, tak tuguni olib tashlashga majbur, olib tashlay qolinglar bo'lyapti. Yoki o'sha kesib boshda so'raganmiz bo'lsa kesib tashlasak. Endi aytmoqchiman. Biz hech narsa kesmoqchi emasmiz. Siz ham rozimisiz shunga? Mayli, kadrlar tursin, boshqalar bo'lsa. Chidamiz, biz ham kesmadik, ko'p joyini kesamiz deb. Shu. Ikkinchisi, ko'rayotgan odamlarga sizning nomingizdan sovg'a ulashmoqchimiz. Tanlov huquqi bor sizda. Ikkita narsani bittasini tanlaysiz. Bu ham qaysi ixtiyoriy majburiy narsa. O'zingiz yaxshi ko'rgan, sizga foydasi tekkan va boshqalarga kuzatuvchilarga tegishi mumkin bo'lgan yo 3 ta kitobni o'zingiz dastxatlar qo'yib, nima qilasiz, topshirib biz o'zimiz yetkazib beramiz ularga aloqaga chiqib, siz o'sha 3 ta kitobni topib berishingiz kerak bo'ladi bizga. Ikkinchisi o'sha 3 ta odam bilan bitta biznes завтрак или обед nima deydi, ужин qilishimiz kerak bo'ladi. Endi u kattani tadbirkorlik etsangiz yarashadi-da, bu narsalarni biz endi kichkina anaqamizda yo'q. Aka baraka topish nisbiy narsa-ku, kam katta. Siz ham shularning ichidasiz. Ixtiyoriy, xohlasangiz kitob, xohlasangiz uni berasiz. Kitob ham aytishmayman, kino ham tavsiya qilaman. Kino ham tavsiya qilasiz. Kitobni tanladik, to'g'rimi demak? 3 ta kitob berasiz. Mayli, kitob. Endi shartini aytamiz. Shu podkast ko'radigan vaqt ketadi. 1 soat ketadi, 2 soat bilmaymiz hozir suhbatdan kelib chiqib turib. O'sha ketkizgan vaqtini evaziga kommentariyada yozasizlar. Nimalar oldinglar podkastdan. Va siz o'sha o'qib chiqib, birinchi 14 kunda yuklangandan keyin yozilganlarga inobatga olinadi, undan keyingilari emas. O'qib chiqib o'zingiz 3 kishini tanlab berasiz. Tanlovni ham siz qilasiz. 14 kun vaqtlari bo'ladi, bemalol ko'rib, nima qilib yozib olgan. Ma'qulmi aka? Bo'ladi. Davom etamiz unda. Yaxshi esimga tushirdingiz. Mana Sanjar akam bilan intervyu olganimizda, podkast olganimizda va'da qilgan ekanmiz-da, anaqa ujin. Endi vaqt bo'lmadi intervyularni qilishga, kommentariyalarni qarab chiqishga-da. Tez yozib qoldi o'zi. Aka nima bo'ldi? Bo'ldi anaqa. Bo'ldi, siz qiziq bo'lsa siz chaqiramiz deya yozmadi shu paytgacha. O'zi kanalimizni topib, Telegram kanalimizni topib, ichkagacha chiqdi. Ma'lum ichkamgacha ham chiqdi-da. Gap yo'q. U haqiqatdan izlangan odam, ularga kerak-da. Shunaqa. Keling, bitirmadan boshlaylik. Siz bo'lmasa hozirgi daromadingiz o'rtasi qancha? O'rtacha o'ynab turadi-yu, o'rtacha bir o'zi kerak menimcha. Birinchi mingdan necha yoshga chiqqanda stabil ming deyil, bir marta kelib qoladigan ming emas. Stabil mingda chiqadigan holatga o'tishingiz. Ma'lum, 6 yil oldin bo'lsa kerak, 5-6 yil oldin. Bu taxminan 25 atroflar bo'lar ekan, 24-25 yosh. Taxminan shunaqa bo'ladi. Bu 24-25 yosh atrofingizda taxminan o'rtacha $1000 pul topgan ekansiz. Siz sohangizda yurgan odamlar bor yoki sizni kasbingizga qiziqib shu kasbga kirmoqchi bo'lgan odamlar bo'ladi. Keling, shu podkast ko'rgan odamlar shundan baraka topib ketsin. Shu $1000 stabilga chiqish o'zingizdagi tajribani aytib bering. Nimalar kerak? Qanaqa ko'nikma, yo'l, tanish bilishlar, farqi yo'q. Men formulam bor-da, o'zim bitta aniq qo'ygan, masalan, ukalar, jiyanlar, boshqalar ko'p anaqa qilishadi, nima deydi? So'raydi. Mana bunaqa qilaylik, bu biznes qilaylik, boshqa qilaylik, maslahat so'rab, endi yoshlikdanman endi katta o'g'il bo'lganimga jiyanlar, boshqalarga maslahat berib o'rganib qolganman-da, atrofdagilarga, qo'ni-qo'shnilarga o'zim yaxshi ko'raman. Aytaman, nimani yaxshi qilasan deyman-da, masalan, bitta oshpaz jiyanimiz bor, osh chochib yuboradi. Mana shu anaqada o'zbek filmida mana saharlikka osh qildi-da, butun O'zbekistonga yoyilib ketdi nomi. Abdullo ismi. U aytadi-da, u o'zi nima deydi, bir xilla bitta ish yaxshi qiladi-da, no o'zini ishidan faxrlanmaydi. Chetdan uyaladi. De keyin anaqa biznes qilaylik, bunaqa yo'q, yoningizga kiring, boshqa qiling deydi. To'xta, sen nima qilasan? Kirib o'zingning ishing, masalan, million keltiradigan ish bo'lsa, hozir qancha topdingiz? Normal topdi-da, bir oyda hozir saharlikda o'sha anaqa qilib. Mendan ham ko'p topdi-da bir oyda. Bundoq qarasa. Siz osh qilayotgan demadingizmi? Endi uzr endi Abdullo anaqa. Keyin aytdim, gulda anaqa ham bor odamlar yeyishdan to'xtamaydi. Prosta o'sha bitta yaxshi restorator olib, o'zing ishingni rivojlantirsang, normal biznes dedim, u qaytarib o'tiraman-da. Chunki, ya'ni odamlar nima deydi, boshidan yaxshi ko'radigan ishini topmaydi-da.
nimanidir yaxshi qiladi yoki kimdir qaysidir tanishi bo'ladi, qo'shnisi bo'ladi yoki adasini kimdir o'rtog'i bo'ladi, O'sha yo'nalishga kirib qoladi. yo'nalishga kirib qoladi. Ha, o'zi bilmay Keyin qoladi. o'sha yerda anaqa tajribasi oshib qoladi. Oshiradi o'sha yerda. Nimanidir pul keltiradigan ishni o'rganadi-da. Keyin u yoqmaydi yoki kimdir miyasini aynatadi, boshqa sohaga sakrab ketadi keyin. Mana shu narsa yomon. Ha, o'sha soha senga yo'qotdimi, o'sha joyda pul topyapsanmi, masalan, kirishingdan oq. Ko'ryapsanmi, o'sha sohani yaxshilab rivojlantirganda, o'sha soha orqasidan o'sha birinchi pulingni top. Masalan, finansiy o'sha moliyaviy erkinligingga erish. Undan keyin nima deydi, puling bemalol bo'lganda, agar bu senga stress keltirsa, o'sha o'sishingni ko'rmasang bu sohada, bozor ko'rmasang, sekin boshqa sohalarni qaraverasan keyinchalik. Lekin boshida pul topish uchun Xudo o'zi haqqa qo'ygan bo'lsa, o'sha yerdan pul kelyaptimi, o'sha yerdan qidirish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun men ham sapdan ketmaganman. Nimaga? Chunki masalan bizda ham o'sha paytlarda yetilon proyektlar bo'lgan, bo'lmagan, hali bozor tanimagan bo'lgan produktlarni bu ERP haligacha O'zbek bozori. O'zbek bozori haligacha ERP nimaligini bilmaydi. Ko'pi 80-90% Bu normal, 9 yoshga kirding, 10 yoshga kirding o'zbek bozori. Da, keyin sohada masalan o'rganamiz, kelajak ko'rdim, pul kelyapti. Sabr qiling, o'ziga o'xshamasa anaqa qilamiz deb, keyin mana keldim, keyin alohida kompaniya ochdik. Mana kompaniya ochgandan keyin уже menejment bilimlarim ancha tajribadan o'tib, konsalting kompaniyani boshqarish juda qiyin. Chunki u xodimlarga bog'liq-da. Tovar olib kelib sotish nisbatan osonroq. Lekin xizmat ko'rsatish qiyin. Chunki konsalting dengi kravavый degan narsa bor ekanda. Mana o'zingizlar ham ko'ryapsizlar shu narsani. Kapishtasizlar, misol uchun ko'pchilikdan boshqa nima chunki ko'rinadigan narsa emas-da bu. Xodimlar ketib qolishi bor, ularga o'rgatishga qancha vaqt ketadi. O'lchab bo'lmaydi xullas, nazorat qilib bo'lmaydi. To'g'ri motivatsiya qo'ymasangiz, ertaga ahb bo'lib, arazlab ketib qolishi mumkin-da. Shuning uchun bu yerda ancha tajribamiz oshdi, Xudoga shukr. Ustozlar yordami bilan ancha bilim oldik, boshqa qildik. Lekin baribir o'sha boshida boya aytgandek, o'zim nimamni yaxshi qilgan bo'lsam, o'shandan pul topganman-da. Demak, umumiy olib qaraladigan bo'lsa, aksar odamlarda o'zini tanloviga bo'lmagan holatda o'zi yo'l tushib qoladi. Shunaqa. Shu yo'lda yuraverishga kerak demoqchisiz. Koriga bo'lmaydi u. Shu Alloh o'zi beradi o'sha anaqa. Yo'nalishni urib qo'yadi. Masalan, u menga yaxshi emas deb o'ylashi mumkin, lekin u agar shu joyda yaxshi baraka topyaptimi, u yaxshi bo'ladi o'zi aslida unga. Men ham adashmasam, shayximizni bir ma'ruzalarda eshitdimmi, kimdir gapingiz bo'ladimi? Men osmonni olmayman bu gapni. O'sha Hazrat deganingizga Hazrati o'sha Shayx Muhammad Solim Xislatli hikmatlar sharhi degan kitoblari bor-da. O'sha birinchisida yozganlar. O'sha birinchi tomida xuddi shu gapni yozganlar. Alloh seni qatga qo'ygan bo'lsa, shu joydan sen o'zi seni ketkazmaguncha shu joydan joyini o'zgartirmagin. Rizqingni qismagin qaysi mana hikmat bor. Keyin sharh yozyaptilar, xuddi hozir men tushuntirib bergan. Men o'shandan olib aytyapman bu gapni. Mana shuni aytmoqchi edim hozir. Shu narsani eshitganimda bo'ladi. Chunki meni ham oldimga masalan so'rab kelishadi. Mana meni oilamda boshi kattaman, jiyanlar keladi. Hozirda o'zidan o'rtoqlarim boshqalar kelsa, mana uni qo'ldagi nimasiga qarayman. Hozir topib turgan rizqingni berib turgan, oson kelib turgan joyi nima? O'zini ham o'ylab tahlil qilganda shunaqa bo'lib qolgan. Men boshqa joyga uraverganman, fokusimni berib qarasam, qaysidir shunchaki hobbi qilib yurgan ishimdan menga hozirgi ishim aniqroq. YouTubedan hobbi qilib yurganman. Odamlarga tekin keyin уже pul majburlab menga pul berishni boshlashgan. Bermasang ishlamaymiz. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi deganman. Keyin u yoqda kelayotgan pulim bu yoqda shuncha stress yurganimdan ko'ra yaxshiroq bo'lgan. O'zi aytganingizdek, aytdik, plavranni qilib bu yoqqa o'tkazib qo'ydi. Osongina. Va haqiqatan qarasam, bu yoq qobiliyatlarim ham, o'zimdagi nimalarim ham shu sohada ochilaveradi YouTube'da. Endi bunga biznesga o'tkazgandan keyin boshqa bilimlarim kerak ekan, o'zimdan ko'p maslahat qilaman. Mana bunaqada boshim og'riyapti, bu bunaqada deb. Lekin anaqaga bog'liq ekanda bu narsa. O'zingizni qo'ygan hayotdagi maqsadingizga bog'liq ekanda, tanlashingiz ham yo'nalishi. Masalan, siz mobilografligiga kirdingizda, mobilografligiga kirib qoldingiz. Qanaqadir anaqa bilan. Kimdir sababiga, nimadir sabab. Ha. Lekin masalan ishlayapsiz, lekin maqsadingiz misol uchun nima deydi, unaqa yurish emasda, mobilograflik qilib, boshqa narsani yaxshi ko'rasiz. Qanchadir muddat sabr qilish kerak. Bu bittasi, nimanidir yaxshi ko'rasiz yoki mobilograflikdan bilasiz, o'zingizga bog'liq-ku ko'p ish. Masalan, kuniga qancha proyekt ola oladi mana bolalar, yigitlar, 2-3 ta ola oladi bir kunda.
ertaga masalan u odam 50 ming topaman desa, u pulni ishlamasligi mumkin. Ya'ni boyga aytgandek, ustiga ko'rilishga u o'zi bo'lib qolganda bu yoqda. U masalan bir xil aytadi, yo Jahongir akaga o'xshagan, Ortiqxo'jayevga o'xshagan katta nechtadir bizneslar qilib tashlayman deyishi mumkin. Bir xillar kuchi yetadi, quvvati bor shu narsaga. Bir xillarning quvvati yetmaydi. To'q yetadi, o'zlari Yetadi, shu maqsadi katta-da, u joyda nima deydi, o'shanga qarab yo'nalishlarni ko'paytirish kerak bo'ladi, agar shunga quvvat yetsa. Mana men o'zim aytaman, Sherskim Tursunov mastermindlariga kirdik. Birinchi razbor bo'ladi-da u yerda. O'sha 1 yillik ustozlik dasturlari bor-da. Birinchi bo'lgan razborda, endi meni razbor qilishyapti, ishimni tushuntirdim, qanaqa bittada bildilar qanaqa ishligini. Ular o'sish nuqtasini topadilar-da. Ya'ni sen pul to'lab keldingmi, o'smoqchimisan? Datavu o'sgan, ya'ni kamida milliardni kompaniya qilgan degan yo'nalish beriladi. Agar yo milliardli kompaniya qilish niyating bo'lmasa, hozirgi ishingni qur degan xulosani oldim. Yo'q, zo'r bu, qaysidir ma'noda endi shunaqa tempgacha. Lekin shunda yurib. Lekin hozir sen millionni o'sha milliardni kompaniya qilishing uchun hozir bu ishda, bu bozorda, ya'ni O'zbekiston bozorida, kichkina bozor nisbatan bu konsalting sohangda katta kompaniya qila olmaysan. Qilsang ham 30-40 yilga umring o'tib ketadi. Umrimiz qisqa. O'shaning uchun bu yo'nalishing masalan yopma, parallel anaqa passivga qo'y. Rostdan katta masalan pul topmoqchi bo'lsang, boshqa yo'nalishni, bozori katta yo'nalishga kirgan. Dedilar. Ya'ni maqsaddan kelib chiqibdi bu ham. Maqsaddan kelib chiqdi. Lekin endi boshlang'ichlarga tavsiya qilinmaydi. Boshlang'ichlarga mana boshida siz mana o'zingiz nimani yaxshi qilgan bo'lsangiz, o'shani qilgansiz. Hatto pul olmay bo'lsa ham. Manda shunaqa bo'lgan, misol, pul olmaganman, lekin ish qilaverganman. Pul uchun boshqa ish qilganman. Uyqudan boshqa, shunaqa qilib, keyin nimadirlar bo'lib bo'lganda, bu normal deb o'ylayman. Bitta narsa bor aka. Abduhakim akani taniysiz-ku, ustozim. Abduhakim Zarif. O'zim podkast olganmiz. Birinchi son ular bilan bo'ladi. Shular aytadi-da, hozirgi zamonda deydi, yolg'iz boshlashlik to'g'ri yo'l emas. Agar boshlamoqchi bo'lsa nimanidir, deydi, buni hunari bormi, birlashishlik kerak deydi. Men turib buni bir yil, 2 yillar avval aytib, buni menda miyamda o'sa aylangan bo'lsa, shu g'oya bilan jamoani yetaklab kelaman hozirgacha. Kimnidir hammamiz bu yoqda hunar bilan birlashganlarimiz. Keyin men endi biznesga o'tib, nima qilyapsiz? Shu narsani eslab turib. Keyin kuni kechagi bo'lgan bitta podkast internetda ko'rib qoldim, intervyumda, podkastmada. Shu ishni haqiqatan qilsa muvaffaqiyatga erishayotganlar bor. Eng qizig'i ular ko'pi blogerlar, mana 2-3 kishi qilayotganlar. Sherikchilik yo'q, birlashib shunchaki. Biznes qilishmayapti ular. Deylik, mana men ko'rayotganlarim vaynerlar bo'lyapti. Yoki blogerlar bo'lyapti. Mediaga yurganlar, medianing ichida yurganim uchun. G'alati tomoni, shuni biznesda birlashayotganlarda ko'pi meni taniganlarim alohida ketib qolyapti. Ajrashib ketib qolishyapti. Aslida ular ikkalasi bo'lsa, zo'r ketish ehtimoli yuqori. Nimadirlar sabab bo'ladi. Sizningcha shunday nima aka? Menimcha shu narsani sizdan boshingizdan o'tkazdiz. Sherikchiliklar nimaga ajrashib ketadi deysizmi? O'zi nima uchun birlashadi-da? Nimaga ajrashib ketadi? Bu men normal holat deb bilaman. Ajrashib ketishni, sherikchilikni. Ya'ni o'zi aslida masalan boshida sherik nima olinadi deganda, nima kerak o'zi sherik deganda, qaysidir ishni qila olmaysiz-da. Masalan, qaysidir yo'nalishda sizga yordam kerak bo'ladi. Olasiz, ishlaysiz, boshqa qilasiz-da, keyin orada nima deydi? Tasavvurlar, ya'ni vision deydi, biznesni masalan 10 yildan 5 yildan keyin qanaqa ko'ryapti. O'zgaradi. Tabiiy o'zgaradi. Kimdir o'sadi, kimdir o'smay qoladi. Men kim bilaman, tadbirkorlar bilan baribir sap qo'yayotganda gaplashib turamiz-ku. Kimdir to'yadi, kimdir to'ymaydi-da. Aka-ukalar bor, sheriklar, boshqalar. Qaysidir ukasi zo'r rivojlanib ketganda, salla yo mana qo'yaylik, mana bunaqa tizimni o'zgartiraylik, mana bunaqa ishlar qilaylik desa, yo'q deyshadi, qo'yinglar. Pulni bekor ketkazamidi? U narsa o'sha pulni ishlatsa, boshqa qilsa, undan ham ko'p pul olib kelishni tushunishmaydi-da. O'zini ustida ishlamaydi. O'shandan kelib chiqadi ajralishlar. Ya'ni chunki sheriklar qaror qabul qilish kerak, bittasi yo'q deyapti, bittasi ha deyapti, tabiiy ana ichida yuraveradi, oxiri keyin do'lasini sotib chiqib ketadi, misol uchun. Bu bitta sababi. Vision o'zgarishi. Ikkinchi sababi boshida o'sha hamma narsa endi yozilmagan bo'ladi.
yozilmagan bo'ladi. O'sha nima, kim qanaqa ish qilishi, boshqa qilishi. Shunchaki 5 yo bo'ladi. Beshovli boshlanib ketiladi. Keyin birinchi marta sherikchilik qilayotganlar yoki ikkinchi marta ko'p xato qiladi. Shu ko'p ajralishlar mana shu birinchi marta sherik bo'layotganlardan-da. Menda ham shunaqa bo'lganda. Keyin bir xillar sherikchilikni eplolmaydi, ko'tara olmaydi. Misol uchun sherikchilikdan qo'rqadi, yo men eplolmayman, qila olmayman deydi. Masalan, menda ko'proq shunaqa bo'lgan. Ya'ni men nima deydi, sherikchilikda menda shunaqa narsa bor, endi detskiy travma qolib ketgan menda. O'sha endi odamlar boshqa anaqa sherik biznesda bo'lganlar, keyin ko'rib katta bo'lganmiz, boshqa bo'lganmiz, keyin o'sha orqali как yo sherikchilik qiyin ekan, yaxshi emas ekan degan narsa anaqa qo'ygan. Doimiy stresslar ko'rilgan qaysidir ma'noda, muammolar. Normal holatda o'tganim sababi anaqa har oy o'zi aslida har oy dolyalar рассмотреть deydi ruschasiga, ya'ni qayta ko'rilib chiqilishi kerak. Yo mumkin. Даже siz boshida sherik qilayotgan, hozir masalan 50-50 kelishamiz, ertaga nima bo'lishini bilmaymiz, qilmaganmiz bu ishni. Bir oydan keyin boshqatdan ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, 60 ga 40 qilib qo'yishimiz mumkin. Endi dolyasini sotadi, oladi, boshqa opsion degan narsa, instrumentlari ko'p juda. Ya'ni kelisha olmadimi, har oy o'tirsinda, masalan, mamlaq qilaylik desin. O'zgartiraylik, ochiq oyni tashlash kerak. Bizda yana nimaga ko'p ajralib ketadi desa, bir-biriga ochiq oydan yeta olmaydi. Ichidagi dardana sheriklar, hijolatchilik bor-da. Hijolat tapa deydi-yu bizda. Shu o'zbeklar shunaqa-da, ko'p anaqasida. Ya'ni ochiq gapirisha olmaydi. Sanagis kerak-da. Menda ham shunaqa odatim bo'lgan. O'zim vaqtida masalan, unaqa uyalardim, endi qanaqa bu tushunadi, nima bo'ladi derdim. Keyin o'sha narsa bo'lmasligi kerak-da. Xudoga shukr, bizda yaxshi bo'ldi. Unaqa nima deydi, o'sha hamma narsa kelishuv asosida qonuniy bo'ldi. Bo'lmasa, masalan, kelisha olmaydigan taqdirda oxirida dolyasini sotib chiqib ketadi, kimdirga sotadi-da. Bo'ldi. O'ziga sotib ketadi, boshqa sotib ketadi. Buni ham ajralayotganda ham o'zini shartlari ustasi, ilm egasiga nima deydi, murojaat qilish kerak-da. Mana bizda o'sha agar shariy tarafini bilmasa, o'sha mana Abdumannon domlaga borsa, ular qiladilar, maslahat beradilar. Bu taraflama, finansiy taraflama qanaqa bo'ladi desa, o'sha mana konsultantlar bor. Bizda endi qanaqa bo'lgan, o'sha ustozimiz Shersga endi o'zlari maslahat berganlar, qanaqa yo'nalish bergan ekan. Yo'nalish berib, adolatli bundoq qarasangiz, ikki tomon ham rozi. O'sha o'zimni misolimda ancha narsa o'rganganman-da. Yaxshi narsa o'rganganmiz edi. Piyoda to'g'ri tayyorlab qo'ygan savollar bordi, boshqa mavzular kelyapti. Aytdingiz-ku, siz bilan ishlar. O'zi birinchi sonlardan bittasini olib chiqishimga ham sabablarda siz bilan ishlaganimizga 1 yildan oshdi hamda. Xudo xolisa 1,5 yildan bo'lib qolar ekan. Shu loyihani noldan boshlab qilib kelayotgan bo'lsak, menda savollar tug'iladi. Va jamoada ham tabiiyki shu savollar bor. Nima uchun biz bilan ishlayapti degan. Siz bilan? Birinchi shuni olaylik. Boshida qanday kelib qoldik? Bu yoqqa men esimda kafega chaqirdinglar. Kofe bilan mehmon qilgansiz. Zafarjon bilan. O'sha hozir sherik degan sherim Zafarjon sababchi bo'lib qolgan o'zi bizning podkastimizdan birinchi boshlanishiga ham. Endi sizlar bilan ishlagansizlar shekilli, u birga media kompaniyasida ularni. Da. Proboxda o'zim YouTube menejer bo'lib ishlaganman. Endi ular qanaqadir kichkina klubligimiz bor, nomi ham esdan chiqib ketsa, shunaqamida yig'ilmay qo'yishdi-yu. O'sha yerda endi Temur Beylar boshqalar podkast qilib, osmondagi bolalar chiqqan boshqa bo'lgan. Endi o'sha orasida ulardan ko'rib biz ham podkast qilaylik degan bir anaqa taklif berib qo'yganlar. Qanaqa bo'ladi, nima o'rganib chiqamiz. Yaxshi fikr, yomon emas. Nima deydi? O'zimizni как раз tanitishga ham, boshqaga ham yaxshi instrument bo'lar ekan, oradan parcha olib, shortlarni olib Instagramga qo'ysa zo'r bo'ladi deb bismillah boshlab o'rganmiz. Keyin o'sha endi boshqa variant ham bo'lmagan. Siz aniq qilganlar ochiq. Sizdan boshqa variant bo'lmagan. Hozir YouTube bozori O'zbekistonda ashe bo'sh juda. Men sizdan boshqasini bilmayman YouTube. Mutaxassislik tomonidan qaralsa. Mutaxassislik tomonidan. Bu tomondan qaralsa men aytishim mumkin, mutaxassis deb. Любой yo'nalish hali ham bo'sh. O'zbekistonda o'zi aslida shunaqa. Ayniqsa YouTube nima kerakligini hali bilmaydi O'zbekiston. Bizda Rossiya normal qadriga yetadi. Rossiya, Yevropa, Amerika bormi? Men asosan Rossiyani anaqasini kuzataman. Mana boya ham gaplashib o'tirdik-ku, ana Sokolovskiy bor, nomer 1 podkast. Gribinyuklar bor. Vashshi ko'p-da ularda. O'zimizdan Alisher aka ustoz Isayev 200 mingtadan oshdi anaqalari, podpischiklari.
mana shu YouTube orqali top menejerdan masalan boshida boshlagan bo'lsalar hozir normalniy bo'lib ketganda anaqalari. Men nimaga o'xshataman? Kimdandir eshitdimmi yo suhbatda chiqdimi? Artistlar deydi, konsert bermay qo'ysa, televizorga chiqmay qo'ysa deydi, to'y kelmay qo'yadi deydi, ya'ni klient kelmay qo'yadi. Hozirgi tadbirkorlar ham YouTube'ga chiqmay qo'ysa deydi, mijoz kelmay qo'yadi. Bo'lib ham info biznes ichidagilar. Tadbirkorlik ham ta'sir qilayotganini ko'ryapmiz. O'zimizni klientlarimiz, yaqinlarimiz 100 mingta podpисчик qilishdi. Bitta mana aytayman, Abdulaziz aka Bravo Mebel asoschisi borlar-da. Bizani sap qo'yganlar klientimizlar, постоянно ishlaymiz, gaplashib maslahat qilib turamiz, fikr almashib turamiz. O'sha именно ularni o'sha shaxsiy brend bo'yicha ishlaganlarida, boshlaganlarida birga bitta anaqa qilib borganmiz-da, seminarga. Keyin men podkast bo'yicha ketdim, ular Instagram bo'yicha ketdilar-da. 100 mingtaga yaqinlashib qoldi hozir. Instagramda anaqalari, podpисчиклari. Savdo qanaqa desam, normalniy. Ana katta taniqli odamlarga xizmat ko'rsatyaptilar, mebel sotishyapti. Shuni orqasidan savdo hozir ulgurishmayapti. YouTube'ga hali o'tmadi. YouTube'ga o'tdilarmi yo'q bilmadim. YouTube'ga baribir o'tadilar menimcha. Nega? Chunki baribir anaqada, nima deydi, hozir qurilish sohasida ko'pchilik YouTube'ga o'tyapti-da. Hozir mana yana bitta klientimiz bor, santexnikada. Ular ham podkast boshlashibdi. Bir so'rashuvdi, qanaqa nima qilyapsiz deb aytdim. Ana endi boshlashdi. Kecha videosini ko'rdim. Ya'ni qurilish sohasi, santexnika sohasida, mana katyol, matyollarni manaqasida. Shuning uchun bizda nima edi, o'zi mana gaplashyotgandik. Siz YouTube'dan baraka topadidan boshladingiz. O'zi mana tanlaman savolim. Nimaga siz tanladingiz? O'zbekistonda hali YouTube qadriga bilish Rossiyada zo'r rivojlanganda. Rossiyada juda zo'r. Nimaga yaxshi ekan, mana Rossiyada u 15 yil oldin qo'yilgan videolar haligacha chiqib keladi YouTube'da, mana rekomendatsiya bo'lib. Zo'r algoritmlar. Men zo'r informatsiyalarni olaman. Algoritmi yaxshi ekan YouTube'da, ya'ni Instagramda faqat svejilari chiqsa, YouTube'da siz shu mavzuyingizga kerak bo'lgan, siz mavzuyingizga siz qiziqayotgan temada u ancha oldingi videolarni chiqarib kelaverar ekanda. Instagramda men ko'rmadim bunaqa narsani, algoritmni. YouTube'da bitta zo'r fishkasi mana shu hozir aytganingiz. Buni endi raqamlar tilida gaplashamiz, o'zingizning mavzuyingizga olib qaralsa, Instagramda target berasiz. Oddiy Instagram tilida aytsa, unga qanchadir byudjet tikasiz, byudjetni to'xtatsangiz, klient kelishni to'xtaydi, to'g'rimi? To'xtaydi, bo'ldi. Zaifga o'zi qaytib. Mijozlar, lidlar. YouTube'ga bir marta pul tikasiz, u sizga doim olib keladi. To'g'ri. Ya'ni to'g'ri narsa protsesslar to'g'ri qilib, mutaxassislar bilan to'g'ri ishlanadigan bo'lsa, albatta, doim rivojlanib ketadi. O'zi aytyapsiz-ku, 10 yil, 15 yildan keyin ham kerak bo'lsa, mijoz olib keladi. YouTube'ga boshida ko'proq pul tikasizda, qimmatga tushadi boshida. Investitsiya. Katta investitsiya qilib qo'yasiz, foydasini 10 yillab ko'rasiz-da. Shunaqa ekan rostdan. Hozir aytaman, misol, bir ikkita misol aytaman. Instagramda aytganingizdek, 10 tang hozir bo'ladi. Hozir sotuv kerak bo'lsa, sizga xos kerak bo'lsa, Instagram yaxshi. Bir xil bor, masalan, material, tovar, nimadir sezonniy narsalar olib kelib Instagramga определённый bitta auditoriyaga target berib sotadiganlarga shu zo'r. Instagram yaxshi. Ular YouTube'ga kirib boshqa qilguncha, chunki O'zbekiston hali YouTube'ga o'tmayapti-da, hali endi o'tyapti. Televizor o'rniga YouTube'ga o'tishyapti-da. YouTube'da долгосрочный ertaga 10 yillik biznes quraman desangiz, hozirdan boshlasangiz, ertaga u 100 ta video qilib qo'ysangiz ham ertaga doim sen foydangni ishlab ketadi. Uznavaymiz kelib turar ekanda sizga. Men buni bittasi so'radi mendan. Men aniq prognoz bera olasanmi dedi. Bir kun o'tirdik, hisob-kitob qildik. Menga ham qiziq bo'ldi. Endi mijoz so'raganga yarasha moslashib ketaverasiz. Men aytdim, aka, misol, yillar davomida ish kerak. Men gapingni isbotini ko'rsatib ber dedi menga dedi. Endi 10 yil deyapsan dedi. Aytdim, aka, birinchi yil deylik, siz 50 ta video tayyorladingiz, haftasiga bitta qilib dedim. O'sha 50 ta videoingizdan dedim, har oy o'rtacha 50 ta zaifga tushtiradi. Ya'ni bitta deb qaraylik dedim mana. O'ta nol prosta raqam uchun. Ikkinchidan 50 ta qilasizmi dedim. Haligi bittadan tushib turgan 50 ta videodan keyin 100 ta bo'ladi. Endi ikkinchi yil sizga stabil 100 ta lit tushib turishni boshlaydi. Uchinchi yil 300 ta bo'ladimi? To есть 150 ta bo'ladimi? Yana 50 ta protsent ko'payib ketaveradi. Ya'ni chunki YouTube'da o'zi aytgan algoritmi bor. Doimiy o'sib boraveradi-yu. U doim olib kelgan, doim mijoz olib kelaveradi degan. Anaqasi ham bor. Hozir mana masalan siz biz podkast qilamiz, mana mehmon chaqiramiz-da. Endi foydaliroq odamlarni chaqirishga harakat qilamiz-da. Mana mashhur ko'pchilik tadbirkorlar taniydigan odamlarni chaqirganimizda, misol uchun mana Alisher Akisayev,
Laziz akam, Minat Xonimov, Shersky ham Tursunovlar, ayollari, Barno opamlar ularni chaqirganimizda mana bugun qo'yilibdi как раз. Alisher akam o'sha Alisher akam biza bilan bo'lgan podkastdan bitta parchani Instagramga bugun qo'yibdilar. Endi Instagramlarda qancha odam borda u yerda? Qancha like? Men o'zim podkastimda Instagramga short qilib qo'yganimda unaqa like ko'rmaganman-da. Orada sizni yuzingiz ko'rinadi o'sha shortida. Ya'ni o'zlarini to'g'ri anaqa qilyaptilar, fikrlarini ko'rsatyaptilar ommaga, lekin siz qaysi suhbat ekani qiziq qilyapti-da kommentariyada. Ko'rib turganlar. Keyin yozishim, mana keyin raqamingiz sizni podkastingizga o'tib ketadi. Keyin yo'da odam orqali. keyin sotiladi yo'qdan. Mijoz. Prosmotringiz ko'paygandan keyin, qiziq ekan deydi, tekinga odam keladi-da bu yerda. Ya'ni siz pul sarflaysiz boshida, ana chiqayotgan odam sarflamaydi, lekin u odam shortlarni olib o'zini kanaliga ertaga mashhur bo'lib ketsa, masalan, qo'yib продвижение qilgandan keyin sizni kanalingizga o'tishni boshlar ekanda. Qaysi nimadir reklama olgan deyapti. Ha, вообще zo'r anaqasi. Masalan, mana real case-da bu. Pulga ololmaysiz misol, Alisher akalar. Yoki mana ustoz shu Tursunovlar, mana Barno opa, Shersky akalar, ular mana biz 1 yil oldin olganmizda, endi bozorga mana birinchi mastermind boshlagan paytlarida biz sras podkast olganmiz-da. Bu paytda hali hozirgi YouTube'lari bo'lmagan. Odamlar sekin уже ko'pchilik O'zbekistondagilar tanishib boshladi. O'rta qatlam tadbirkorlar boshqa bana qilib, keyin уже Instagramlariga kiradi, YouTube'larida eshitib Tursunov yozib, biz chiqib kelamiz, boshqa qilamiz dechimiz. Ular orqali bizani ham taniydi-da. Bizga ham klient keladi, tabiiy. Median foydasi ko'p deng. Shuning uchun ertaga men anaqa deyman. Siz endi bizani klientimiz tadbirkorlar bo'lganiga misol qilib aytaman. Agar bizning klientimiz tadbirkorlar ko'proq ko'radigan odamlarni bizni chaqirishimiz kerak ekanda. Xulosa shu. Sizdagi yo'nalishda ayni. Endi buni hammada har xil. Masalan, kimdir anaqa sotadi, nima deydi? Shifoxonasi bor, kimnidir deylik. Klinikasi bor. Ular doktor chaqirish kerak. Ular ko'proq doktor chaqirish kerak. Sababi o'sha bolezan, kasalliklar, shifo doktorga ishonib keladi. Boshqalar, doktor eshitadi-da. Podkast olayotgan shifoxona orada reklamasini qo'yib ketadi yoki biladi qaysi shifoxonaligini-da, klinikaligini. Deb boradi o'sha yoqqa. Siz aytdingiz aka, mana boshida YouTube'ga investitsiya qilish kerak edi. Siz qilishni boshladingiz. Birinchi foydani qachon sezdingiz? Qancha muddat o'tdi yoki qancha podkast bo'ldi? Birinchi YouTube boshlaganimizdan keyin foydani hozir aytaman sizga 3 oydan keyin bilimmiz. Sizda tez keldi. Shunaqami? Normal qaysi ma'noda ham? Ha, chunki o'sha mana o'zlari ham ko'p gaplashamiz, o'sha yerda mijozimiz bor, juda sappi to'liq o'rnatganlar. Hozir Exceldan polni chiqib ketganlar, polni sapda endi chiqib ketyaptilar, mana o'chirib qo'yaman deyaptilar. Polni hamma etapini. Bir yildan beri o'sha ishlab kelasiz hozir. Adashmasam shu paytlar sotuvdingiz o'tgan yil. Ha, aprelda sotiladi-da. Birinchi nomerimizga telefon qilganlar-da, keyin borganimda gaplashganda nomeringlarni, anaqanglarni qoldirmaysizlarmi? Xato qilganmiz-da boshida, kontaktlarni to'liq qoldirmaganmiz. Zo'rg'a topdim deganlar-da. Sayt orqali, Instagram orqali bir nimalardan nomerimizni topib, telefon qilib, kol operatorimizga chiqib, keyin biz borganmiz, gaplashganmiz. Shu yerda nima his qilgansiz aka, mana YouTube'dan o'tirib kelgan paytda, mijoz kelganda? To'g'ri yo'lda ekanmiz deganmiz. YouTube kuchaytirish kerak degan kerak ekanmiz-da. Ha, chunki men eslayman o'sha payt sizmi deysiz, Zafarjon aka aytadilar, mana 2 oy bo'lib qoldimi, 3 oy bo'lib qoldi. Qachon endi bir rezultat ko'ramizmi degan savol bo'ldi, deyapti. Birinchi to'g'ri qilishga yig'ilganimizda. Bo'lib qoladi, xudo xolasa desam, 2 kun 3 kundan keyin telefonlashib, o'zingiz aytdingiz. Bo'ldi, Zufar, ko'ngil to'q bo'lsin. Biz sotdik desam, men so'radim, aka necha pulga sotdingiz desam, xavotirimning 1 yil podkast olishimizga pul yetadi deb qo'ydingiz, hazillash. 1 yil bo'lganimizda, 1 yilda masalan, patnash polni YouTube'ga 10 ming sarflamizda. Ha. 1 yilda. Yo'q, undan ko'p sarfladingiz aka. Undan ham ko'p. Undan sabab halikam hisobladiku. Boshida kamroq edi-yu. Boshida plus minus 15 ming. 10 mingni men yaqinda hisob kitob qildim. 1 yillik ekan, uzr, men ishimizga qancha bo'ldi-yu? 1 yildan oshdi-yu. Podkastimizga ham 1 yildan oshdi-yu. Ana to'g'ri, 15 mingga yaqinlashib qoldi. Gadovoy 10 ming deylik yiliga. Ana 1 yil ichida YouTube orqali meni YouTube'dan keldim degan mijozlarimiz 3 ta bo'ldi-da. O'rtacha tam 20-25 ming chekimiz bo'lsa, 60-70 ming.
uxlab ketdi o'zi. Kosvinni kelganlar ham borda, ya'ni YouTube'da sizni ko'radi, boshqa qiladi, anaqa qiladi. Instagramda tiq etib reklama bersangiz, bu ani YouTube'da chiqqan kompaniya-yu deydi-da, siz keladi. Bu uje nima bo'lyapti-da? YouTube sizga mijozlarni qizdib ham beryapti. Loyalnessini oshirib beryapti, to'g'rimi? Asosiy maqsadi shu-da, o'zi YouTube maqsadi shu progressda. Progress uchun. Ana bu aytdi-yu, Instagram hozirgi sotuvlarga, ana hozir mana sizlarga taklif va zaifga qoldiringlar, olasizlar degan bo'lsa, YouTube'da sotuv yo'q, YouTube'da. Siz o'zingizni ekspertizangizni anaqa qilasiz. Namoyon qilib borasiz. Ko'rsatib, ishontirib, bildirib, siz bilan bir soat eshitib o'tirgan odam sizni уже tanib oladi-da. Keyin ishonch oshadi. Farqi yo'q, yaxshimisiz, yomonmisiz, uni farqi yo'q ekan. Yo'q, bitta nozik tomoni bor-da. Ya'ni odam shunaqa narsa ekanda, nima deydi? Psixologiyasi shunaqa ekanda. Emotsionalniy masalan, yomon narsa miyada ko'p yomon kino ko'rursangiz, yomonlar bilan birga bo'g'ursangiz, постоянно ko'rsangiz, o'zgarib ketasiz. Yurish turishingiz, xarakterlaringiz ham o'shanga moslashib ketadi-da. Majburan ko'rsangiz. Bu yerda ham xuddi shunaqada, bir soat eshityapsiz, o'zini mehmonni deb eshityapsiz, lekin men buni ham majbur savol berayotgan odam yoki buni deb eshityapsiz, ana odam ham parallelni eshitib ketasiz-da. Podsoznaniyada har doim ikkita vыбор kelganda, qaysi birini ko'proq tanisangiz, shunga qarab ketasiz. O'shani tanlaysiz-da. Yaxshi yomonligiga ahamiyat yo'q ekan. Boyagi yana Top kitob deganingizga Top kinoni tavsiya qilaman. Focus degan kino bor. Will Smith o'ynagan qora aktyor. Chiqaramiz yerda. O'sha kinoda bitta epizodi bor-da. Ana beysbol o'ynaydigan anaqa boradi. Deb bitta atidan borgan bo'ladi. O'zi bitta igrok bo'ladi, qimorvoz bo'ladi, Xitoylik. Keyin orada Xitoylik bilan qimor o'ynaydi, men qisqartirib aytib beraman. Xitoylik qimorvozga oxirida aytadi, pulni yutqizadi, 1 millionmi, 2 millionmi tikaman deydi. Pulim bor deydi, anita deydi. Bo'pti, ishonishing uchun deydi, mana любой igrok tanlaysan, o'yinchini tanlaysan deydi-da, anaqadan, polyadan. Men aytaman deydi o'shani raqamini. Men aytmayman deydi, men xotinim aytadi deydi yonimdagi. Ana shokda xotini, nima deyapsa, men qayerdan aytaman. Chista udacha deb bundoq qarasangiz. Keyin yengil pullardan voz kechmayman deydi, bundoq qaraydi, durbinda aytadi, ichida yozmaydi ham. Ichingda o'yla deydi anunga. Xitoyligi. Men aytaman deydi. Anu aytadi deydi qiz. Keyin qizni ko'ndiradi, ana qiz durbinni oladi-da, bundoq anaqsa, semiz o'zini tanishini ko'rib oladi. Turgan bo'ladi semiz 55 raqamli bo'ladi, o'sha 55. Keyin bundoq qaraydi, shu bo'lsa kerak, 55 desa, ana xitoylik jindoq qoladi, to'g'ri topdingda. Keyin chiqib qanaqa bilding deydi ana qoraga. Bizi bir hafta davomida legendarniy bu o'yinchi, qimorvoz, legendarniy любой narsaga stavka qiladi deydi. Bir hafta davomida deydi, bizni polniy podsoznaniyasiga o'sha 55 ni singdirib bordik deydi-da. Ya'ni bu raqamimiz oxirgi yechimimiz deydi, oxirgi o'yinimiz deydi. Ya'ni u anaqada o'sha yurganda, ko'chada, anaqada uni ko'rmayapti deydi. Miyasiga singdirib borgan. Uni ko'rmagan deydi, lekin podsoznaniya ishlagan deydi-da. Ko'rganda, semiz odamni ham ko'rsatishgan bo'ladi, ko'chalarda ham o'tib ketgan bo'ladi. 55 ligini ko'rib, bu ichki anaqasi shu narsani aytgan. 55 tanlashim kerak. Deb aytdi, 55 tanladi. Tanlamaganda nima qilarding desa, yana davom ettiraverdim o'yinni deydi. Do победного deydi. Yaxshilayman. Ya'ni bu yerda ko'rsatgan shu narsani, podsoznaniya ishlashini. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa. Sizni masalan YouTube ham siz ko'p videolaringiz chiqsa, odamlarga yaxshi informatsiyalar berib borsangiz, podkastlarda o'tda odamlar sizni eshitsa, yaxshi gap gapirish kerak, foydali gap gapirish kerak, lekin men ishlash algoritmini aytayapman-da. Yaxshimi, yomonmi farqi yo'q. Bema'ni narsalar ham, bema'ni video ishlaydiganlar ular ham chiqyapti baribir. O'sha bema'ni video ishlaydiganlarni ham odamlar kuzatadi-da, reklama qilgan narsasini oladi, bilasizmi? Xuddi shunaqada, ya'ni bu men gapiradigan gapim yo'q, uni mana gapiraman, boshqa qilaman degan odamlarga motivatsiyada qaysidir ma'noda, ya'ni har bitta odam o'zini gapiradigan gapi bo'ladi. O'sha narsani boshlab olish kerak. Gapirib chiqursa, odamlar uni tanisa, ertaga sotuvi ham oson bo'ladi. Ayniqsa info biznesdagilar,
mana tovar biznesdagilar ham уже olib chiqyapti. Bo'lib ham sizdagi cheki juda nimada YouTube'da Bizga u real case. juda kerak bo'lgan, o'shaning uchun qilyapmiz bu narsani. Hozir must have. Bizada emas xayf. Chunki bizning chekimiz katta, ana bitta lobga sota olmaymiz-da. Kelib bizdan olinglar mana bu narsani deya olmaymiz-da. Bizada ana lesnitsa orqali odamlar Demak, o'lchab chiqish ko'rgan, o'lchab ko'rgan odamlaringiz, ya'ni o'zlari kelib aytganlari 3 ta bo'lgan. O'zi aytgan, 60-70 ming atrofidagi sotuv bo'lgan. Qolgani demak sotuvlarga ta'sir qilgan, to'g'rimi? qolgan ta'sir qilgan. Demak, xudo xolasa hammasi o'ziga baribir foydada. Endi aytaylik, mana bu biznesiga foyda bo'libdi YouTube. Shaxs sifatida sizga nima foyda berdi? Mana birinchi podkastingizni eslaylik. Birinchida unaqa joy gapira olmasdik ham, unaqa mediaga chiqmagan odam bo'lganmiz, unaqa savollar ham to'g'ri hozir ko'rsam uyalib ketaman-da bergan savollarimdan. Masalan, shaxs sifatida ham qanaqa, masalan, o'zingizni ustingizda ishlashga majbur qiladi-da. Mas'uliyat beradi. Masalan, har xil temadagi odamlarni chaqirganingizdan keyin o'sha temani o'rganishga majbur. Mana o'zingiz ustozingiz Shahboz bilan anaqa qildik, podkast qilganimizda ham. Masalan, men endi marketingga, Shahbozdagi mutaxassis emasman, lekin qanaqadir bitta valnada gaplasha olishimiz kerak. Juda ham hurmat qilaman. O'shaning uchun chaqirdik. O'zlari tavsiya qilgan kitoblari bor edi, o'sha marketing bir varaqli degan. O'shani o'qib chiqishga majbur bo'ldim. Savollarim adekvatniy bo'lsin, to'g'ri savol beray deb. O'sha oldimda alohida suhbat bo'ldi, dunyoqarash, hozirgi vaziyat qanaqaligi. Mana o'zaki podkast qilasiz-ku siz. Men o'ylayman, YouTube ichidagi eng qiyin 3 yo'nalish bo'lsa, bittasi aniq podkast. Nega desangiz, mana ko'pchilik podkast boshlaydi, to'xtab qoladi. Sabablarini o'rganib chiqilsa, boshqa bo'lsa, long term, ya'ni uzoq muddat ko'ra olmaydi. Podkastni chet elda boshlamoqchi bo'lgan mutaxassis, shu qilib yurgan odamlardan tavsiyasi aytadi. Eng kamida 5 yil bo'lmasa 10 yillik maqsad bilan kirib keladi. Ya'ni bittada rezultat kutishlik, hokazo. Shunaqa odam bo'lsa, haqiqatan YouTube uni joyi emas. Sizdagi maqsadlar qanaqa endi? Mana shuni aytmoqchi edim. O'zi yaxshi bo'ldi, o'sha sherigimiz sababchi bo'lib qolganlar shu narsaga. O'zi men xayolimda ham bo'lmaganda bu narsa. Podkastga aniq qilish. Endi u podkastga biznesga ham yordam beryapti, qaysidir ma'noda. Savdoga, boshqaga. Men o'zimni nima deydi, hobbimni topdim degandek gapda. Tushunasizmi? Masalan, men boya aytdim-ku boshida, bolalarga o'zimni, ukalarim, jiyanlarim, atrofimdagilarga masalan maslahat, bilgan narsamni, o'zim tajribamdan o'tgan narsani ulashni yaxshi ko'raman-da. O'rtoqlarimiz ham yig'amiz-da, davaki sani razbor qilamiz deb hazillashib qo'yamiz-da, prosta. Shu narsani YouTube'da ko'rsatib bersangiz bo'lar ekan. Ertaga masalan bu nima deydi? Men o'zi shunaqa suhbatlar, shunaqa videolar qilish, podkastlar qilish menga hobbi bo'lib qoldi. Ertaga kompaniyani masalan sotib oladigan bo'lsam ham yoki bu shu kompaniyaga masalan deylik kerak bo'lmay qolgan taqdirda ham uni men to'xtatmayman-da. Chunki o'zim yonimdan bo'lsa ham mana shu narsa davom etaveradi. Ahmadjon Ergashev masalan raqamizatsiyani o'zgartirishim mumkin, boshqa qilishim mumkin. Bu nimaga? Bu ham moliyaviy tarafdan ham manaqasi bor, plusi bor-da. Monetizatsiya qilishingiz mumkin kanalingizda yoki orada reklamalar qo'yishingiz mumkin. Masalan, kanalingiz zo'r podpisчикларga. Bunaqasiga pul topdingiz? Har tarafdan pul topsa bo'ladi. Mana o'zingiz bilan qildik, mana mehmonlar kimdir podkastingizda chiqib tanilib oling desa, siz podpisчикingiz ko'p bo'lsa, masalan deylik, mana santexnika misolida aytadigan bo'lsam, santexnika bo'yicha mana Klimadens degan mijozimiz bor. Ular ish boshlashdi, podkast boshlashdi. Ular asosan ustalarni, quruvchilar, katyollarni qanday chaqirishadi. Chunki klienti ko'proq ustalar, do'konchilar, uy egalari keyin. Agar qaysidir usta, hozir hamma ustalar o'zining shaxsiy brendi ustida ishlashni boshladi-yu. Men ham rivojlanay, men tarixda muhrlanib qolay desa, podkastiga boradi, chiqay deydi. Endi ular aytadi. Muncha deydi. Men muncha deyishi mumkin, misol uchun, yoki tekinga chiqarish mumkin, ana o'zingiz hal qilishadi. Endi undan pul ishlashingiz mumkin, reklamadan ishlashingiz mumkin. Mana anaqa oddiy shu Sokolovskiy qancha bir 50 ming topadi bir oyda deb eshitdik. Reklamasidan. Qancha odam ko'radi, uni auditoriyasi saviyali auditoriyada. O'tga saviyali reklamalar qo'yadi-da, u o'zi qilib chiqadi.
Endi qarang aka, man ko'p joyga borgan paytimda endi podkastlarda sizni podkastingizni misol qilib beramanda. Raqamizatsiyani eng muvaffaqiyatli loyihalardan bittasi deymi? Nega deydi? Chunki bir prosmotrlarda qarashadi, past 1000 ta, 3000 ta obunachilar ekan. Men o'ylashadigan 100 mingta, 200 mingtalarni gapiradi deb o'ylaydi, lekin buni aytaman. Nega? Maqsaddan kelib chiqilinadi hamma narsa. Sizlar endi boshida men tushunganimda, brainstorm qilgan paytlarimizda biznesga sotib olib kelish bo'lgan va shuning uchun shu narsa qaysidir ma'noda sabab qilib olib ketilgan, integratsiya qilib ketilgan, boshqa qilib ketilgan. Sizda prioritetda sizningcha prosmotr, obunachi, sotuv qanaqa joylashishi kerak? Manda o'zi boshida faqat ustki yo'nalishda, avtomatlashtirish yo'nalishida qilamiz deb boshlaganmiz-da. O'shanga ko'p yaxshi ustozlarni, ko'p ustozlarni anaqa qilmaganmiz, sababi yo'nalishimiz o'zgarib ketmasin, umumiylashib ketmasin degan ma'noda. Faqat shu yo'nalishdan ERP mutaxassislarni chaqiraylik, boshqa qilaylik degan fikrlashim bo'lgan. 1 yil oldin shu fikrlashimga hozir qaytsam, qanaqasiga shunaqa fikrlaganman deyman-da. O'sha paytda YouTube'ga bo'lgan umuman tasavvurim boshqacha bo'lgan ekanda. Hozir aytaman, kim mashhur hozir? Kim ko'proq prosmotr olib keladi? Ya'ni tadbirkorlik yo'nalishida. Sizning strategiyangiz o'zgaryapti o'zi. O'sha odamni chaqirishga harakat qilaman. Sababi, boya aytganimizdek, kimni odam o'zi tabiiy ko'proq ko'rayotgan bo'lsa, siz chaqirsangiz ham, sizda ham o'sha prosmotr ko'proq bo'ladi. Endi shu joyga men sal nima ketaman, protiv ketaman deydi-ku. Prosmotr masalasida keladigan bo'lsak, prosmotrli narsalarni sizga taklif qilsam qilmasligingiz mumkin. Masalan, demak, sizni qadriyatingizga tushmasligi mumkin. Qanaqadir yo'nalishda deylik, kontent aytdi. Men bunaqa narsa qilmayman deyishingiz mumkin. Prinsipingizga tushmasligi mumkin. O'sha boya hozir aytmoqchi bo'lgan narsamga olib kelyapsizda. Ya'ni bu yerda podkast qilishdan maqsad nima degan savolga taqalyapmiz-da. Podkast qilishdan maqsad sotuv bo'lsa, siz o'zingizni maqsadli auditoriyangizni temasini olib chiqishingiz kerak. Agar siz vayner bo'lsangiz, videoyingizga o'shani har xil vaynlarni olib chiqasiz, u sizni prosmotringizni butun O'zbekiston ko'radi. Qozog'iston, Qirg'iziston ham ko'rish mumkin. Siz ularga ertaga любой, masalan, bitovoy narsalarni sotishingiz mumkin reklama qilib. Normalniy pul ishlaysiz. Aslida. Agar strategiyangiz shu bo'lsa. Lekin strategiyangiz shu o'zingizning kompaniyangizga lead olib kelish bo'lsa, pul olib kelish bo'lsa, maqsadlarni to'lagan. O'zingiz maqsadli, bizning maqsadli auditoriyamiz tadbirkorlar. Tadbirkorlar bo'lganda ham biz hozir anaqasi bor, segmenti bor. Segment bor. Ular nimani ko'radi, kimni ko'proq eshitadi degan narsalarni ham hozir biz qilishimiz kerak. Hali qilmayapmiz shu narsani. Mana hozir kelyapti bu fikr. $20 ming kimdir sizga shuncha ko'p berishi ham oson emas-da, ishontira olishlik. Masalan, premium umuman tepa segmentga chiqmoqchisiz. Masalan, mingtalab odam ishlatadigan kompaniyaga tanilmoqchisiz. O'sha krupga. Endi ular kimni ko'radi, nima ko'radi? To'g'ri, nimaga qiziqadi, kimni ko'radi? Biz olib chiqayotgan mehmonlarni umuman ular ko'radimi, yo'qmi? Ko'rmasligi mumkin hozir, masalan, biz olib chiqayotgan mehmonlarni. Agar men maqsadim o'shalarga chiqish bo'lsa, o'shalarga auditoriyani sotish bo'lsa, men ular kimni kuzatadi? Siyosatchilarni kuzatish mumkin. Chet ellik kimlarnidir kuzatish mumkin. Davlat organidagi odamlar kuzatadi kelib bo'lsa. Masalan, umuman kuzatsa, YouTube ko'rsa ular. Agar ular umuman YouTube'da o'tirmasa, demak, boshqa joyga borish kerak. To'g'ri, YouTube qilganim foydasi bo'lmaydi. Masalan, maqsaddan kelib chiqaman. Lekin baribir YouTube kuzatadi, hozir ko'radi-yu. Shunaqada. Ya'ni bizda masalan qisqa bo'lsa ham, podpischiklarim juda ko'p bo'lmasa ham maqsadli yig'ilgan deb o'ylayman. Chunki maqsadli odamlar kelyapti-yu. Lekin baribir tanilish kerak, kengaytirish kerak. Ko'paytirish kerak. Bu savolni berishimdan maqsad, mavzu olib kelayotgan mavzu, bir kuni bitta loyiha menimcha yaqinda ish tugatdik ular bilan. Prosmotrlar yaxshi, orada 10 ming, 15 ming atrofida bo'lib turishdi. Bo'lmasa podkast loyihasi, ijtimoiy loyiha. Nasib qilsa yana yuradi. Orada bir ikki pauza olaylikda shu strategiyani to'g'rilab olishlik uchun. Ular aytdi, nima uchun dedi, menga misolni Rossiyadan keltirib beryapti. Bizga o'xshagan loyiha bor-ku. Bularda prosmotr buncha. Ya'ni 100 minglab, millionlab ko'riladi. Nimaga biznikida 100 ming qila olmaymiz dedi. Ularda 100 ming bo'lyapti-ku degan edi. Bunaqa bir amalni tushuntirib bering. O'zlarining dunyoqarashidan kelib chiqib turib. Aka, bizning O'zbekiston auditoriyasi qancha mana? Ahmadjon aka, 39 million atrofida hozir. 39 million qanchasi YouTube ko'radi-da? Ya'ni 39 million o'zbeklar bor deb qaraylik. Endi O'zbekistondan tashqaridagi o'zbeklar jami qancha? Bilmadim. 10 millionga boradimi? 5 million millionga?
Bo'lsa kerak. 5 million 10 million deb qarasak 40-50 million taxminan. Endi rus tilidagi podkast, rusiy zabonlar qancha aka? Dunyoda 100 million plyusligi aniq. Endi 100 million deb olib qarasangiz, 1 million podkast bu 1% umumiy aholidan 1%. U yoqda YouTube rivojlangan, ko'pchilik ko'radi. Endi 1 million uchun 1% ekan. Plus endi 100 ming ko'rilayotgani 0.1%. Men aytdim 50 million 0.1% aka. Bundoq qaradigan bo'lsangiz ham hali bozor rivojlanmagan degandan keyin ha bo'ldi, demak o'sha sferani odami qancha va qanchasiga ko'rsata olyapmiz. To'g'ri, bizda masalan sel maksimum prosmotr 50 mingga chiqsa ekan, ularda mana shunaqa yengil hisoblaganda maqsadiga borsa, maqsadga yetdik bo'lar ekan. Sizda 15-20 atrofida bo'lyapti. Bu organikani o'zi yaxshi tomoni deganimdan keyin ha to'xta, unda bitta o'ylab ko'ray bo'ldi. Siz ham bitta o'ylab ko'rganmisiz, yo'qmi? Yo'q, endi o'ylaganman. Shunaqa o'zi bizada mana bunaqa narsa-da. Masalan, avtomatizatsiya hamma narsa har doim birinchi navbatda siz o'zingizni mana любой narsa sotmoqchimisiz? Bozor o'rganingiz, bozori bormi? Narsani kim olyapti? Maqsadli shu auditoriya deydi. Hamma bu muhim narsa-da. Shu narsani bilib olishingiz kerak. Maqsadli auditoriya degani masalan, siz o'qituvchilikni nimadir sotyapsizmi? O'qituvchilar deb olishingiz umuman noto'g'ri. Ingliz tili o'qituvchisimi? Bo'lishingiz kerak, определённый bo'lib, ingliz tili o'qituvchisi necha yoshdan necha yoshgacha siz masalan 50 yoshli o'qituvchilar bor, 30 yoshli o'qituvchilar bor. Qaysi yo'nalishda dars beradi, IELTSmi, TOEFLmi, misol uchun endi xayolimga kelib qoldi shu narsa. Ya'ni siz узкий qanchalik konkretni portretini bilib olsangizgina siz nima deydi, to'g'ri reklama bera olar ekansizda. Buni birdan bilib olmaslik normalmi? Normal, boshida bila olmaysiz. Boshlab sekin-sekin test qilasizda boshida. Biz ham bilmaganmiz. Hech kim boshida bila olmaydi maqsadli. Ani marketing strategiya yomon ko'raman shu narsani-da. Marketing strategiya qilamiz deb qilib beraman deb marketologlar keladi. O'zi normalniy marketolog O'zbekistonda juda kamda. Kecha masalan qaysidir kurslarni bitirishadi-da, marketing strategiya qilib beraman deydi-da, qilgan narsasi oddiy prezentatsiya-da. U narsa marketing strategiya o'ylayman nima deydi, boshida qilinmaydi u narsa. Men qilish noto'g'ri deb bilaman. Boshida faqat test qilish kerak. Agar yenganaqa bo'lsa, yo'nalish ochayotgan bo'lsangiz, olib kelasiz, shu qisqa MVP sotib ko'rasiz, boshqa qilasiz, odamlar qanaqa qabul qilyapti. Ya'ni birinchi navbatda har doim lead-generatsiya-da. Sotib ko'rasiz. Nima deyapti? Отзыв, обратная связь bilasizda, maqsadli auditoriyam xohishi manba ekan yoki auditoriyam bu emas, manba ekan. Bu produktni manba odam olmayapti. Manba olyapti. Deganingizdan keyin sizda shakllanadi auditoriyasi. Undan keyin strategiya qilishni boshlaysiz. Ya'ni shunchaki qaysidir ma'noda marketologlar tilida gapirganda gipotezalar test qilish kerak. Hipoteza deydi. Test qilish. Sizga savollar qattiqlari bor. Bemalol haqida shoshmayapsizmi aka? Yo'q. Mana shuni berib qo'ying. Bemalol. Boshqa berib qo'ying, o'zimdan ham qolsin. Anaqasi. Ana YouTube'ga kirib keldingiz. Media demaylik, ana YouTube'da deylik. YouTube'ning ichida sizga eng qiyin narsa nima bo'ldi? YouTube'dami? Mediaga ham tushadi qaysidir ma'noda. Eng qiyin narsa. Misol aytishim mumkin. Misol ayting. Boshida podkastda videolarni ko'rsam, to'g'ri o'tiribmanmi? Mana bunaqa narsalar ham bo'ladi yodimda. To'g'ri savol beryapmanmi? Qanday savol berish kerak? Aytaman. Eng qiyin narsa mana chiroq bo'ldi. Hozir ham chiroq bo'lyapti-da mana. Ko'zga tushadi. Masalan, ana ko'chada ochib aytiraman endi, bu men gapirish, savol berish, menda savolni oldindan tayinlamayman. Umumiy strukturani qilaman-da, savollar kelib chiqaveradi menda. Toza podkastchi. Asosiy tashqaridan kirasizda, qanaqadir настроениядada, quyosh, boshqa tashqarida gaplashib o'tirishingiz boshqacha-da. Ichkariga kirganingizdan keyin qanaqadir yana kletga tushib qolgandek bo'lasizda, fikrlar qochishni boshlaydi. Fikrlarni jamlolmaysiz-da. Hozir ham sal qiyinroq bo'ldi o'tda ham mana qilishimda. Hozir tashqarida boshqacha edi. Shu mashi qiynaldim. Yana kamera bilan ishlash qanaqa masalasi? Ko'pchilik anaqasi men tayyor emas edim, byudjetiga tayyor emas edim. Boshida katta byudjet ketib qoladi deb o'ylamadim. Oymoy. Anaqasi normalniy anaqa bo'ldi, lekin bitta podkastga $600-700 ketadi-da kamida. Bitta syomkaga mana o'zingiz ham normal ketyapti-da masalan. Yaxshi narsa qilaman desang shunaqa. Endi biz marketingga masalan o'zi ko'p pul sarflamaslik, ko'p qiziqadi ko'pchilik marketingdan.
ayniqsa nima deydi, buni tovar olib kelsam yoki nimadir boshqa narsaga tiksam deydida, marketing havoga uchib ketayotgan pullardek tuyuladida. Bu ham tanaqada bitta riskda baribir. Sizni fikringiz qachon o'zgardi shundaki? Birinchi mijoz kelgandan keyinmi, nimadan keyin? Yo'q, boshidan men anaqa qilganman, nima deydi, bu narsa yaxshiligini, kerakligini bilganman. Unaqa boshidan nima deydi, mijoz barib kelishini bilganman. Manda ham xuddi shunaqa narsa bo'lganda, aytishganida, necha pul bo'ladi degan, ochiqchasi ham mana buncha bo'ladi. Bitta mijoz bilan bo'lgan suhbatda esimga solyapsiz. Menga qanchada rezultat keladi. Endi prognoz qilib ko'rsak, bunaqa fakt yo'q. Hech qachon fakt ayta olmaysiz. Aytganingizdek, gipoteza bu hammasi, test qilib ko'ramiz, va bunaqa bo'ladi. Desam, deydi buncha pulni deydi, men deydi hozir Instagramga tikadigan bo'lsam, buncha pul keladi. 6 oyda buncha pul qilib olaman yoki 1 yilda buncha pul qilib olaman. Menga YouTube'da kerak deydi. Keyin men bunaqa dedim. O'zingizda ham bo'lganmi yo'qmi aytasiz. O deyli 2024-yil mart oyida $1000 tikib turib olingan mijoz bilan 2025-yil mart oyida pul tikib olingan mijozni soni farqi bor, kamayadi, to'g'rimi? Ya'ni lidlar qimmatlashib boraveradi Instagramdan. Ha. Nega desa, borgan sari kontent ko'payaverishligi, reklama beruvchilar ko'payaverishligi, ya'ni lidlar narxi oshib boradi-da, qachondir shu YouTube narxiga tenglashib qoladi. 2-3 yilda. Ya'ni YouTube arzonlashib qoladi. Hozirgi vaqtda narxiga qaraganda. U paytda keyin byudjet na Instagramga yetadi, na YouTube'ga yetadi. Keyin prosta krizis bo'lib bankrot bo'ladi deb tushuntirib berdim ular raqamda. Krizis temasini ochayotgan sabab, krizis uchun yordam beradimi YouTube, yo'qmi? Sizningcha? Kimdir Xitoyda temasini gapiryapti, mana umumiy ayting, Xitoyda muammosidir, dunyoning krizisidir. Bilmaydi, men endi bunaqa zo'r tajribam yo'q. Mana masalan krizis bo'lganda, mana pandemiya bo'ldi-yu, pandemiyada blogerlik o'shanda rivojlandi-da. Yaxshigina. Normal rivojlandi. Hamma blogerlar o'sha paytdan keyin chiqdi-da. Nima qilishni bilmadi, telefonni o'zini anaqa olib, boshqa qilib mashg'ul bo'lib, millionlab podpisчиклар olib, hozir reklamalardan pul ishlab yotishibdi, masalan. Pandemiyada ko'pchilik uyda o'tirib qoldi, o'sha orqasidan ko'pchilik telefonga yopishib qoldi, majbur chiqib kelaverasiz otda. Shunaqa. Endi krizis har xilda, hamma krizisda muammolari har xil bo'ladi-da. Shu muammolardan kelib chiqib siz qilasizda, nima deydi, yechim qilasiz. Moliyaviy krizis bo'ladi ko'pchiligida. Men bittasini eshitdim, aytayapti, krizisda deyapti, marketingdan ko'pchilik pul qisadi. Bu qo'shilaman. Ya'ni krizisda o'zi o'rta segment har doim quliydi degan gaplar bor, statistika. Bu gap emas, statistika ekan. Chunki krizisda boylar boyishni boshlaydi, kambag'allar bor pulini yeyishni boshlaydi-da. Kambag'allar masalan kam pul topadigan quyi qatlam ekonom qiladi-yu. Arzon narsalarga ishlatishni boshlaydi-da. Premium segment stressga tushadi-yu. Qo'rquv boshlanadi. Puli ko'payadi, masalan, pul ko'payganda yanada yaxshiroq narsani odam stressga tushsa, nima qilaman deydi, qimmat sumkani oladi, o'zini o'zi xursand qilishni boshlaydi-da. Ya'ni savdo oshadi. Bu statistika ekan bu narsa. Krizisda boylar, premium segmentda ishlayotganlar oshar ekan savdosi. Mana shu narsalarning orqasidan. Sayohat qiladi, boshqa qiladi. Siz o'sha qaysi segment, ya'ni boyga savolda, siz kimga xizmat ko'rsatayotganingizga ham bog'liq-da, shunaqa deb o'ylayman. Premium segmentda bo'lsam, marketing любой joyda по-любому, ayniqsa hozirgi paytda media kerak, krizisda bo'ladimi, undan tashqari bo'ladimi, farqi yo'q bu narsani deb o'ylayman. O'z aslida. Prosta o'sha siz qaysi auditoriyaga, agar siz o'rta qatlam auditoriyaga xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, bozoringiz tabiiy qisqaradi sizda ham. Unda ham marketing, media kerak bo'ladi, chunki bozor qisqargandan keyin odam potrеблениясini kamaytirgandan keyin kimni ko'proq ko'rsa, shuni oladi. O'shandan olishni boshlaydi. Premiumda ham shunaqa, quyida ham shunaqa. Kim arzonroq narsani mediaga olib chiqishni boshlasa, o'shandan olishni boshlaydi. Men shuni qarayman bu narsaga. Ajoyib javob bo'ldi. Sizga mana hayotda shaxsiy rivojlanishingizda kitoblar bor. Ustozlarning nimasi bor, qanaqa darsliklari bor-da, har xil audio kitob bo'lar va hokazo. Shuning ichida YouTube nechinchi o'rinda turadi?
Foydalilik bo'yicha, foydalanuvchi sifatida. Foydalanuvchi sifatidami? Menimcha ko'proq narsani hozirgi paytda o'lchamagan ekanman. YouTube lekin birinchi o'ringa chiqyapti. Sababi nimanidir, masalan, bu ko'p bo'sh qoladigan paytlar bor. Mashinada yurasiz, kutib qolasiz, kimnidir uchrashuvlarga borganda o'tirib qolasiz. O'shanda telefon yonimizda, telefonda oldinlari masalan bo'lar bo'lmas sanaqalarni, masalan, razlikativniy narsalarni ko'radigan, hozir sarazi YouTube ochamanda, sahraga chiqib qo'ygan videolarim bor. Podkastlar, foydali manbalar, videolar, o'shalarni ko'rishni boshlayman. Ko'proq ingliz tilida ma'lumotlar juda ham ko'p. O'shalarni ko'raman. Keyin kitob bo'lsa kerak, ikkinchi o'rinda. Kitob yo ustozlarning qasi ko'proq. Savollarim bo'lsa beraveraman-da. Endi sizda qancha mana do'stlik bor. Yaxshi ustozlarga do'stlik bor. Hammada ham bo'lishi mumkin emas-ku. Bu narsani boya aytganimizda, o'zingiz qo'lingizda-da o'shanaqa do'stlik paydo qilish. Odam nima deydi? Odam ruschada narsa gap bor-da. Человек не должен ищет себя deydi, он должен создать себя deydi. Ya'ni siz o'zingizni men qaysi joy uchun yaralgan ekanman deb o'zingga o'zing joy yaratasan-da. Shunaqa-da, siz o'zingiz masalan aytadigan Kung Fu Pandada sirli masala qilib. Мастерами не рождаются deydi-yu. Shunaqada. Aka mana ruscha terminlar yoki qanaqasidir hikmatli gaplardan bo'lyapti-da. Maqollarni mana ta'siri, hikmati o'zi umuman olib kelganda umumiy xulosasi hayotda qanchalik o'rinli? Nimaga bu savolni aytyapman? Tushuntirish uchun aytaman. Yoshligimda bobom menga eslayman. 5-yoki 6-sinfda maqol kitobini sotib borib, maqol kitobini olib kelib, har kuni bitta maqol o'qi dedilarda, tushunmasdim. Lekin hozir shu ishni qilaman. Bu maqollar nimadan kelib chiqqan bilasizmi? O'zi mana yozgan dinga kirib ketar ekanmiz, mayli anaqasini. Payg'ambarimiz javomil kalim deyiladi, bo'lganlar, ya'ni bitta gaplarida ko'p ma'noli gap gapirganlar-da. Qisqa gap bilan ko'p narsani ifodalay olganlar-da ular. Qur'on undan ham anaqa, masalan, Qur'onda bitta oyat o'zi qancha necha yillab tafsir qilinadi. Xuddi shunaqa maqollar ham bizda o'shandan kelib chiqqanda, ya'ni o'sha ko'p Qur'on hadislar o'qib kelgan bir nechta fikrda qisqa xulosa. Necha ming yillik fikrlarni, tajribalarni bitta kichkina ikki qator maqolaga jamlab ketishganda. Katta narsa bor uni. Men shu bog'ni shuni zo'r o'rganganman. Rahmat deyman hozir ham. Tavsiya qilaman kimdir bo'lsa. Prosta maqol kitobni olish kerak ekanda, olib o'qisa shunchaki tafakkur uchun zo'r narsa. Mavzu ochasiz, bitta maqol ketdi. O'zbekchilikdan kelib chiqqan degan qizig'i. O'zimizda qadriyatlar, dinimizdan hammasi aylanib turadigan holatda. Yaxshi tomoni anaqa bo'ladi. Maqollarning yaxshi tomoni mana kitobdan yaxshi tomoni. Hozir kitob o'qisangiz, mana kitob bilan kinoning nima farqi bor? Bitta ana shumbolani ham kinosi bor, kitobi bor, bilasizmi? Kitobini o'qisangiz, kitobda miyada kitob o'qisangiz, ishlamagan hujayralarda ishlayotgan tasavvur qilasiz-da. Kinoda tasavvur qila olmaysiz-da. Tayyor yetkazib beryapti tasavvur, anaqa ko'rinishi. Kitobda o'zingiz fantaziya qilasiz-da. Endi badiiy kitobda yaxshiroq fantaziya qilasiz, osonroq bo'ladi. Sababi gul kuz keldi, bulbullar sayrayotgandi, boshqa qilyotgandi. Badiiy kitoblar shunaqa boshlanadi. Lekin maqollarda qisqa bo'ladi. Siz o'zingiz uni tushunishingiz kerak. Tushunishingiz uchun u miyangizni ishlamagan taraflari o'zini ishlashni boshlaydi-da, ichiga kirib. O'shanda anaqa tafakkur o'zlanar ekanda. Qisqa qiladi. Hozir xuddi shu narsani YouTube'da miyada xayolimga kelib qoldi. Beriladigan informatsion kontentlar bormi, ko'rasiz. U go'yoki kino ekan. Uni ma'lumotni faqat eshitasiz-da. Оборотga bo'lmaydi, tasavvur qilmaysiz, tasavvuringizni ko'rsatib beradi. Podkastlarda, suhbatlarda odamlarga yoqayotgan foydasi ham qaysidir kitob paytasida bo'lyapti. Gapirib beradi, siz uni o'zingiz tasavvur qilasiz. O'zingiz o'sha joyga borasiz. Shunga tushadimi, nima deysiz? Gapirsa. Tushadi, chunki любой mana o'zi umuman atrofingdagilar qanaqa bo'lsa, sen ham o'shalardan bittasisan deydi. Atrofingga nimaga atrofdagilar? Chunki har kuni siz ko'p gaplashasiz-da, o'shalarni fikrini, dunyoqarashini eshitsangiz, siz ham o'shanga moyil bo'lib borishni boshlaysiz-da. Siz kimni ko'proq, masalan, agar siz kuniga 2 soat podkast eshitsangiz, misol uchun qaysidir odamnikini,
boshqa offline hech qaysi sherigingiz yoki atrofingizdagilar bilan unaqa 2 soat gaplasha olmasangiz kuniga, ana o'sha siz eshitayotgan podkastdagi odam sizni eng ko'p birga bo'layotgan odamingiz bo'ladida. Shuni fikrlashida bo'lishni boshlaydi. O'shan fikrlashiga o'sha fikrlashingiz o'zgarishni boshlaydi-da. Zo'r insoyt. Unaqa o'zi ham. Chunki uni aqlga yuragan ekanman. Chunki eng ko'p suhbatdosh shu bo'ladi sizga. Hozir atrof muhiting to'g'illa deydi. Oldin do'sting 5 tasini ayt, 6-inchisi. To'g'rilamasang podkast eshit. Zo'r yechim bo'lib qoldi-da. Aka, mana ish jarayonida savollarimiz ham oxirlab qoldi. Bitta asosiy savol bor, keyin nima qilamiz? Blitslar bor. Bizdan, ya'ni bizning jamoadan birga ishlagan paytimizda sizga eng yoqqan narsalar nima bo'ldi? Oxirroq aytsangiz, men tayyorlab qo'yardim shu javob. O'sha bo'lgani yaxshi, samimiy bo'lgan. Endi yaxshi anaqalar bo'lgan. Qaysi birini aytsam bo'ladi? Oxir payt bo'lmay qo'ygan deb aka eslolmayapti. Faqat urishyapman. Yaxshi, tizerni yaxshi qilishdi oxirgisini. Ya, anaqa, hozir gaplashdik-ku anaqadan oldin. Ya, o'zi любой mana YouTube prodyuseri anaqasi yaxshi. YouTube prodyuser nimaga kerak? Prodyuserda, ya'ni nima deydi? O'sha mediani imijini, strategiyasini maslahat beradigan odam deb tushunaman-da men. Konsultant. YouTube'da san algoritm qanaqa ishlaydi, tendensiyalar qanaqa ketyapti, kim qanaqa ishlar qilyapti, nimalarni gapirib chiqyapti, qanaqa natija olyapti. O'sha narsalarda maslahat beradigan odam. Siz bilan ham gaplashganimizda mana yaxshi oxirida anaqa qilib berdingiz, yo'q qoluvdingiz, mana keyin keldingiz. Mana qilaylik dedingiz, yaxshi fikrlar chiqdi. O'sha oxirroq aytsangiz bo'lmasmidi degan narsa kelyapti-da hozir hayolimga-da masalan. Men ham aytdim-ku, podkastni yana boshlashimizdan sabablar yig'ilib oxir qaror beriladi-yu. To'xta dedim. Hech balki fikrimni tushunmayotgandir yoki men u rakursdan qaror olmayotgandirman. O'zim ham podkast qilay, o'sha paysaga tushay, nima muammo bor, nima vaziyatlar bo'ladi deb boshla. Endi xudo xolasa yana ham ko'paytiramiz deb nima qilaman. Nimadan ko'nglingiz to'lmagan? Men shuni teskarisi kech aytganingizdan. Shu narsalarni. Kech aytganimdan? Ya, siz anaqa qilishingiz kerak, nima deydi? Masalan, har bitta podkast bo'layotganda, o'sha podkastda qanaqa nimalar, qaysi gaplar ko'proq tema bo'lyapti hozir? Ko'rinish, muhit anaqalarni o'zgartirish yoki anaqalar bo'yicha maslahat berish kerak yoki o'sha orqa fonlar bo'ladi, kiyimlar bo'lishi mumkin. Misol uchun-da, aytdingiz, dizaynni o'zgartiraylik deysiz boshqatdan sezon qilib. O'sha joylarda har anaqada podkastda konsultatsiya berish kerak. Siz shuni kutyapsiz bizdan. Ha, bo'ladi. Ish faoliyatimizda mana bizdan xizmat ko'rsatamiz-ku. Nimalarga o'zgartirishlar, yangiliklar kiritishimiz xohlaysiz hozirgi sanaganlaringizdan tashqari. Yana mijoz ko'zi bilan qarab ko'rsangiz. Men o'zim mijozmanmi sizga? Ha, endi o'sha tomondan rakursdan qarang. Umumiy mijoz demoqchiman. Anaqa konsultant degani o'sha odamni ishi bo'yicha fikr bera oladigan odam degani. Men o'zimdan misol aytaman, qarang. Mana biza ERP sistema, как IT produkt o'rnatamiz kompaniyalarga. Bundoq qarasangiz, men Ahmadjonaga faqat IT ishni ekanlar-da, IT ni bilsalar bo'ldi ekan degan narsa tasavvur keladi. Lekin biz agar faqat IT ni bilganimizda edi, bunaqa yaxshi muvaffaqiyatli bo'la olmasdik. Chunki biz konsultant bo'lishimiz kerak, ya'ni IT ni ham zo'r bilishimiz kerak. Mijozni, biznesini ham yaxshi bilishimiz kerak. Prosesslarini, biznes modelini, bozorini yaxshi bilishimiz kerak. Bozor qanaqa o'zgaryapti? O'zdan yaxshi bilishimiz kerak. Sababi o'sha proseslar, biznes model bozorga qarab proseslar o'zgaradi-da. Keyin prosesni biz keyin IT-lashtiramiz, sifrizatsiya qilamiz. Nima qanaqa sifrizatsiya qilsa, mijozni bozorda o'zini masalan biznes rivojlanadi. O'sha narsalarni biz bilishimiz kerak. Shuning uchun biz masalan xodimlarimiz ham, konsultantlarimiz ham biznes treninglarga o'tgan anaqalarga harakat qilamiz o'qitishga. Biz IT ishchilarni asosan IT ishchilar olmaymiz, IT komandamiz bor. Endi bu ham obnovleniya bo'lib turaveradi. Lekin asosan konsultantlar olamiz. Sizda ham masalan agar kirayotgan anaqangizda, sohangizda o'sha klientingizni biznesini, mohiyatini yaxshi bilsangiz, masalan santexnikachilar bilan qilyapsiz, misol uchun. Santexnika bozorini o'rganishingiz kerak.
o'zi nimani gapirishadi bular, qanaqa qilishadi deb ularga keyin tema berasiz. Oddiy SMMchi ham shu narsani qiladi-yu, masalan, sizda ham shu narsani sohasini bilishingiz, o'rganib olishingiz kerakda. Faqat deylik YouTube ichida emas, boshqa bizneslarda ham tushun. Faqat Ular tilida gaplash. YouTube algoritmi boshqani bilishmasda, mana qilsangiz yaxshi bo'ladi emasda, shu biznesni tendensiyalarini bilishingiz kerakda. Konsultant bo'lasiz shunda haqiqiy. YouTuber bo'lmaysizda. YouTube konsultant bo'lasizda shunda. Yengani. Temin berdilar. Glossary uchun. Tavsiya berasizmi-ki, biz bilan ishlashdi. Tavsiya beraman? Ne bermayman. Tavsiya bermaganimda hozir men ishlamagan bo'lardim, ishlamayotgan bo'lardim siz bilan. Mayli, o'zimizdan stressdagi tadbirkorlar kategoriyasida ko'rsak xursand qilyapmiz deb. Yo'q, YouTube yaxshi anaqasi. Masalan, Amerikada har doim Amerikadan keyin keladi bizga. Amerika birinchi, hamma tendensiyani boshlaydi, hozir Xitoyga o'tyapti. O'zi birinchi Amerika. Xitoy Amerikadan o'g'irlaydi. Amerikada berib qo'ymasa kerak Xitoyga. Balki. Amerika keyin Rossiya bizga kelishini aytolmayman. Keyin anaqa O'zbekiston, keyin O'rta Osiyoda, Qozog'larda bilmadim qanchalik, ularda ham yaxshi bo'lsa kerak. Hozir juda zo'r ekan. Reklama. Masalan, men kuzatishni boshladim. Kim eng zo'r YouTuberlar nomer 1 deganda, boyatim hobbi bo'lib qoldi menga ham как-то. Chiqib keldi, o'sha Mr. Beast bor, endi u har xil shoular qiladi, menga to'g'ri kelmaydi u masalan qasi. Nimadir olishingiz mumkin. Alex Hormozi degani bor, u idealni menga anaqa bo'ldi, ma'qul tushdi. Kimni eshitishi? Qidirdim statistika, eng katta top anaqa ekan ular. 3 qanchadir million anaqasi bor ekan, 30 millionmi, 3 millionmi qanchadir. 3 milliondan oshib. U yaxshi narsalar olib chiqadi. Mayli, birinchi savolga o'tishdan oldin aytdim-ku boshida bitta narsani yana nima qilay. 10 yillik kamida strategiya, 5 yillik bilan boshlash kerak deb. Biz ham niyat qildik. Ertaga Xudo xohlasa mana shu loyihamizda o'zini maxsus qaysidir ma'noda muzeyiga o'xshagan esdaliklarini ko'rib ketadigan, biz loyihalarda chiqqan odamlardan nimanidirgina ko'rib, qanaqadir emotsiya oladigan bir hol tayyorlaymiz, zal qilamiz inshaalloh. Yoki kelib tomoshabinlar kuzatib o'tiradigan maqsadimiz bor, shu nimalargacha olib chiqishlikda. O'shaning uchun kelgan har bir mehmon o'zidan bitta ixtiyoriy narsa bizga hadya qilib ketishi kerak. U farqi, xohlasangiz soatingizni, xohlasangiz ruchkangizni, nima xohlasangiz kiyim, futbolka farqi. Обязательствоsi yo'q edi-ku bu boshqa chaqirganingizda. Xohlasangiz qog'ozga qo'lam qo'yib tashlab ketsangiz ham bo'ladi, nima? Bu yog'i himmatingiz. Mayli, o'ylaymiz hozir endi aytolmayman hozir nimaligini. Sizdan olamiz, o'sha nimani keyin Xudo xolasa kadrda qo'shamiz. Blitzga o'tamiz, mayli aka. Siz uchun eng top podcaster kim? Ko'rganlaringiz orasida. Dunyo bo'yichami? Dunyo bo'yicha. Men faqat o'sha podkast bo'yicha Sokolovskiyni bilaman. Sokolovskiy. Aleksandr, rossiyalik. 1 milliondan oshiq podpisчики bor. Sababi ham bor, u auditoriyasi saviyali juda ham. Kommentariyalarni o'qib turaman. Yaxshi savollar, anaqa ideyalar. Bu nima, kommentariya nimaga kerak o'zi? Podkast eshityapsizda, narsalarni tushunmay qoldingiz. Yoki siz o'sha qarshi fikringiz bor o'sha suhbatga, tanqidiy. Kommentariyaga kirsangiz, xuddi sizdagi tanqidiy fikrlayotganlar o'zini fikrini berib ketadi-da. Bu suhbatda podkast olib chiqayotgan gaplar o'shanaqa to'g'ri degani emas-da. Kommentariyaga kirib, shu narsani yanada undan ham aqlli odamlar borligini ko'rasiz-da yerda. Bor shunaqa odamlar rostdan. Chiqayotgan mehmondan ham aqlli odamlar kommentariya yozadi-da. Shunaqa auditoriyasi bor uni. Savollarni ham yaxshi beradi-da. Shuning uchun u yangi mediaga kirib kelmoqchi bo'lganlarga bitta gap aytishingiz kerak bo'lsa, nima gap u? Yangimi? O'sha Shahboz o'rtog'imizdan anaqasini tavsiya qilaman. Mediaga kirmoqchi bo'lsa, Telegram, Instagram, YouTube algoritmini yaxshilab bilib olsin. Обязательно Telegram yuritsin, kanal ochsin, Instagram ochsin, keyin YouTube ochsin. YouTube qimmat, Instagram o'rtacha narxda, Telegram tekin. Telegramda xayoliga kelgan post yozadi. Ya'ni o'zining tajribasidan kelib chiqib, osonroq test qiladi, prosmotr tekshiradi. Yaxshi prosmotr bo'lsa, perislat qilingan bo'lsa ko'p, Instagramga olib chiqadi, short qilib 1 minutlik
unda ham yaxshi prosmotr bo'lsa, keyin YouTube'ga 20 minut qilib yoyib beradi o'sha temani. Bu mustaqil qilmoqchi bo'lganlarga qaysi ma'noda? Da. No, anaqada nima deydi? Yaxshi ishlaydigan algoritm. Ertaga SMMchi olishdan oldin ham u nima zadacha qo'yish kerakligini biladi-da. Biladi. Menda bosh shu xato bo'lganda. SMMchi olganman, SMMchi ana shablonni hamma narsalarni qilamiz deyishgan, 12 ta post shunaqa. Keyin endi tushunyapman-da. Kelajakda 5 yil, kelajak 5 yildagi eng muhim qobiliyat qaysi deb o'ylaysiz? Kelajakdami? Men har doim ishga o'tganimda ishxonaga bitta narsaga qarayman. Inglizchasiga self learning deydi. Tez mustaqil o'rganib ketish qobiliyati. Qanday bilasiz? Nima deysiz? Uni qanday bilasiz? O'zi testlarimiz bor. Logiически birinchi biz tekshiramiz, testdan o'tadi. Masalan, o'tgandan keyin biz case beramiz. Masalan, velosiped ishlab chiqaradigan korxona, sen o'sha korxonani tizimlashtirishing kerak yoki mana biz SAP o'rnatishing kerak. Ko'rsat ber. Hamma har xil yechim beradi, ishonasizmi? Hamma har xil. Materiallarni beramiz, bir hafta beramiz hammaga. Bir haftaning ichida hamma idealni qila olmaydi. Lekin kim idealniroqsa, o'sha kriteriyasi bor-da, o'sha odamni olamiz. Tushundingizmi? Ya'ni u yerda siz ham tekshirib olasiz. Bu ertaga sizda konsalting firmada siz tez o'rganib ketish kerak-da. Ertaga u hali sizda ham duch kelmagan anaqalar bo'lib qolishi mumkin, masalalar. U odam sizga nima qilaydi o'tirish kerak emas-da, internet, Googledan, GPTdan topib, o'zi yechib ketish kerak shu narsani. Mustaqil. Men kelajakda deyapsiz, mana kelajakda shu nomer 1 anaqa deb shuni bilaman. Bu soft skillga kiradi. Soft skill. Kommunikatsiya kerak, u keyingi o'rinlarda. Keling, uni umumiy dejurniroqda savollardan beray. Baxt nima? Keyingi savolga o'taylik. Bilmayman. Nega? Bunaqa savollarni yoqtirmayman. Ya o'zi umuman menga qiziq. Baxtni endi Kesmayman degandingiz deydi. Bilmayman baxt nima. Shu ota-onangizni rozi qilib yursangiz, qolgan baxt o'z-o'zidan keladi deb o'ylayman-da. Boshqa narsa yo'q. Emotsiyada to'g'rimi? Emotsiya, masalan, sizni dunyoda rivojlanishingiz, ko'karishingiz ota-onangni sizdan qanchalik roziligi bog'liq-da. Buning uchun-da o'zi tipi baxtga agar ta'rif berilishlik kerak bo'lsa demoqchiman. Men uchun shu. Ha. Chunki qolgan narsa o'shandan keladi-da. Agar men qanaqadir xafa qilib qo'yganimni o'zim ichimda xafa qilib qo'ydim deb o'ylasam, hech nima tatimaydi. Men nimalar bo'lsa hamchi, mana shu hech nima tatimaydi. Mayli, mavzuni o'zimizga qaytamiz va tugatamiz shu bilan. Instagram bilan YouTube tanlash kerak bo'lsa, bittasi qaysini tanlaysiz? YouTube. Maqsadga qarab, endi boy yanaqaga qarabda endi. Siz o'zingizdan kelib chiqing. Maqsadga qarab, nimani sotishingizga. Masalan, bitta proyekt qilyapmiz. Onlayn shopping manaqasida YouTube emas, u Instagram kerak unga. Nimaligiga qarabda. Siz hozirgizda YouTube ekan. Meni hozirgi kompaniyamda YouTube. BIS kompaniyasida YouTube. Birinchi keyin Instagram. Aka, rahmat. Oxirgi savol berib, xulosa qilib berasiz. Xulosani siz qilib bering. Aytdik-ku, bizdan ko'rganlar yozsin dedik. Nima foyda oldi shu vaqtida. Siz ham kelib, bu yoqqa kelib, men bilan bo'lgan suhbatda olgan o'zingizda nimadir foydangiz bo'lsa, bitta xulosa qilib bering. Nimadir oldingiz bo'lsa. Bu suhbatdan foydami? Nimadir eslatma o'zingizga balki, nimadir yangilik. Endi yaxshi anaqalar fikrlar keladi. Yaxshi fikrlar keladi. Ko'proq anaqa bo'yicha bo'ldi-yu suhbatimiz. Media bo'yicha bo'ldi-yu, masalan. Yaxshi o'sha media nima desa bo'ladi, shu kerakligini bildingda endi YouTube'da. YouTube kerakligini bildingda endi. O'zingiz yana qaytadi-da. Masalan, tushuntirib berayotganingizda anaqa bo'ladi-yu, o'zingiz nima deydi, fikrlaysizda, javob qidirayotganda. Fikrlashingizda har xil ideyalar, mana bunaqa ekan, degan narsalar keladi-da. Shu joylarni, bir ikkita joylarni o'zim uchun zametga qilib qo'ydim. Nimaga kerakligi bo'yicha YouTube'da. Lekin yanada anaqa nima deydi, kuchaytirish kerak degan anaqa moshda. Hozirgi anaqamda Fokusni yana ko'proq berib. Fokus ko'proq berishga strategiyani ozgina sal to'g'rilab olish kerak.
Bizda qotib qolamiz. Strategiyani to'g'irlash kerak. Keyin kuchaytirish kerak. Buni podkastdan oldingi suhbat ham ta'sir bo'ldi deyman. O'sha ham bor. Rahmat hammaga yigitlar. Rasm olaverasizlar. Kitob qolib ketdi-yu. Mana o'zim tanladim. Bu aytasizmi kitobni? So'ramaysizmi? Ha, so'rayman to'xtaylik bo'ldi. G'amot. O'sha sog'iga beradigan 3 ta kitobingiz aka. Sovg'aga berishim kerakmi? O'sha o'zingiz Arzonini aytaman. tanlab Yo'q, qarang, kitob deganda o'sha kitob men o'zim yaxshi ko'radigan kitoblarimdan eng birinchisi Tsel degan kitob. Shu maqsad o'zbekchasi. bormi o'zbekda? O'zbekchada bor, lekin ruschada o'qishni tavsiya qilaman. Unaqa o'zbekchada baribir sal qiyinroq tushunish. Keyin o'sha bir varoli marketing reja juda ham menga ideal ma'qul bo'ldi u kitob. Bu keyin unaqa hozir bizda biznes kitoblarini aytyapman-da hozir. Boshqa umumiy kitoblarni o'qimayman. Uchinchisi men o'zi o'qiganim Малое предприятие degan kitob bor. Малое предприятие deydi o'sha, o'zbekchada yo'q menimcha. Juda ham zo'r shablonli kitob. Любой biznes boshlayotgan odam, tadbirkorchilik boshlayotgan odam o'shani shablon qilsa bo'ladi-da. O'sha yerdagi berilgan nimalar. Men birinchi o'qigan kitoblarimdan bittasi o'sha. Bu anaqa ancha oldin o'qiganman, uni ham o'sha zo'r kitob shu. Keyin shaxsiy rivojlanish bo'yicha kitoblar bor. Nomi esimdan chiqib qoldi. Единорог tanqasiga taalluqli bitta kitob bor edi, keyin anaqalarni aytaman. Komitada yozaveraman. Kinolar dedimi boya? Ular demaydi. Birinchi любой mana shu bizani sohadagi anaqalar ko'rish kerak bo'lgan kino Moneyball degan kino. Ko'rgansizlar o'zingizlar. Brad Pitt kinosi bor. Beysbol haqida. Человек, который изменил все degan. Вообще nima deydi? Zo'r kino. Mishleniyani zo'r o'zgartiradi. Komandniy duxi mishleniyani o'zgartiradi-da bu. Fikrlashni. Bu biznesga boshqacha qaraysiz-da. Jamoaviy ko'rish kerak endi, o'tirib olay. O'sha. Keyin Founder ham zo'r. U Founder ham zo'r. Ya. faqat ana biznesga foydali kinolar aytyapsiz aka. Tadbirkorga deydi. Keyin men o'zim yaxshi ko'radiganim ham o'sha Matrica kinoni yaxshi. Ha, u ham. Matritsada u eski kino bo'lsa ham hozir ko'pchilik urush pax deydi-yu. U yomon, u falsafiy kino. Tagi g'oyasi aslida. U qaysi ko'rsangiz ham ochilaveradi. Endi unaqa lag'ov bo'lib qolmasin. Anaqasi lekin anaqa yaxshi. Rahmat aka. Zubayr, harakat oling. Kelganingizga vaqtingizga rozi bo'ling. Maza qildik podkastdan. Yigitlar rahmat. Shilegarovich yaxshi. Sizga yoqqanmiz bo'ldi. Faqat bersin. Zo'r. Rasmga tushib olamiz endi. Nima sovg'a berasiz aka? Men ne aytmadingiz uni boshida hozir? Qilaman. Qiziq ish etadi aka. Ko'ramiz. Shuncha esdalik berdik maslahatlar. Ha, bo'ldi, to'g'ri. Yo'q,